Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Fidoylar ekranning oldidagi qarindoshlar, hammanglarniki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Har doim xayrli bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmamizningki 86 qismiga keldik, alhamdulillah. Buningda oldingi bir qancha bo'limda monopol qilingan islomning ba'zi tarmoq temalar to'g'riliq so'zlab o'tgan. Bugun Londondagi Kerim Zohir ustozni monopol qilingan ibodat degan o'sha temaga Qur'ondan nazar selib muzokara bizga bir suhbat qilib berishini talab qilamiz. Assalomu alaykum, qanday ahvollar, yaxshimi? Abdudulmi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Kanda kavalar rahmetullah. Xudoga shukr, alhamdulillah, hamma ishlar joyida. Bugun hamda shu Qur'ondan nazarninki 86 qismiga kelibdimiz, alhamdulillah. Nurg'un odamlar yaxshi anglayotganligini, shu xil programmninki davomlashi to'g'riliq talab fikrlar bo'ldi. Davomlashtiramiz inshaalloh. Bugungi monopol qilingan ibodat to'g'riliq bu programmada hamda biz qisqacha kirish so'zini o'qib o'tay. Qur'onga iymon keltirib turib, Qur'onning sirtidan manba izlagan va Qur'onda yo'q amallarni Alloh va Rasulining nomidan o'ydirib, din deb singdirsa, surishti qilmasdan, izlanmasdan, Qur'on bilan selishtirmasdan bo'ysunganlar samiga Qur'ondan nazar programmaning monopol qilingan ibodat degan 86 qismda turibmiz. Ustoz, qani bizga bu to'g'riliq so'zlab bersizlar. Nima uchun monopol qilingan ibodat bo'ladi demdi? Assalamu aleyküm. Dünyanın karşı yaydır hürmetli qarindoshlar. Hammanglarniki her vaqt xayrlik bo'lsin. Biz endi agar buni bir eg'iz gap bilan xulosaga shu bo'lsa, islomniki, iymonning, shariatning butun o'zi narsalari tamamen o'zi monopol qilingan, shariat bo'lmagan, islom bo'lmagan, iymon bo'lmagan narsalar bilan monopol qilingan. Buna hammasini bir-birlab so'zlasakmi yetarli bo'ladi, ammo xulos shu bir eg'iz yoki bir jumla so'z bilan uni xuloslagan vaqtida islomdagi har tarafi, har narsasi islom bo'lmagan narsalar bilan, ya'ni Qur'ondagi butun narsalar Qur'on bo'lmagan, Qur'onning sirtidagi narsalar bilan monopol qilingan. Biz shuniki hammasini o'zi to'liq bir aytib bir narsa deb olmayapmiz. Shunday bo'lsa-mu, uniki bir qism yerlarning o'zini deyish orqali boshqa yerlarning o'zini qarindoshlarimizniki o'zi ko'rish orqali monopol qilinganligini his qila oladi degan maqsadda biz buni monopol qilingan islom degan shunday bir qancha mavzuni o'zini biz o'tirib qo'yapmiz. Qolganini agar Qur'onni o'qib, lekin hozirgi an'anaviy islomni ko'rib chiqqan vaqtida qanchalik yerning o'zi har bir ibodat, har bir o'zi ahkom sohasidagi, har bir e'tiqod sohasidagi hamma narsaning o'zini selishtirib chiqqan vaqtda Qur'onga, o Qur'onga to'g'ri kelmaydigan yerlar qanchalikka uni o'zini aql egallari bo'lgan insonlar bila oladi. Shuningdilla biz o'zi monopol qilingan taraflarni bila olamiz. Yani bu ibadet sahasideki işler nihayet bek mühim, yani Kur'an'ın hem yeri mühim ama ibadet bizde nihayet katlık evcağın, bütün İslam ümmetinin hemmesi de katlık evcağın bir neyse. Onun için bu ibadetin özünü ayrım bir tema kılıp toxtuluşga doğru geldi. Şunun için bu yerde monopol kılınan ibadet dep özü bir söhbet ötküzüşüne muvaffak gördük. Bismillahirrahmanirrahim. İbadet sahasında Allah Teala Kur'an-ı Zariyat Suresi'ndeki 56. ayetinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyen şu ayet ölen hulaslaydı. Yani insan böyle cinni bana itaat kılışı için yarattım deydi.
Yani bu yerda abdi keliməsinin özünə nurgun insanlar qulchilik qilish yoki bo'lmaydi namoz o'qish, ro'za tutishqa o'zi band qilib yoki haj qilish shunday narsalarga band qilib boshqa o'zi Alloh taolodagi amr farmonlariga itoat qilishni ibodat qatorida hisoblamaydigan bundaq o'zi holat shakllanib kelgan. Uning uchun bu yerda bu sohada biroz to'xtalamiz. Qur'ondan bo'lmagan, ya'ni asosan bayatda deyotgan gapim shu. Qur'ondan bo'lmagan, masalan, Qur'onning ichida yo'q rivoyatlar bilan arabga nisbat arabniki o'zi qahramonlar u ham bu yoqlarga o'zi nisbat berilgan rivoyatlar deymiz, hikoyalar deymiz, cho'chaklar deymiz, ashundaq narsalar bilan Qur'onning to'pisini yepib, Qur'ondan bo'lmagan narsalar bilan Qur'onni monopol qilib olish, ya'ni kontrol qilib olishda shundaq ishlar bo'lgan. Tarixdan bu yana. Yana o'z bizga yetgan islomning o'zi nima degan vaqtda aslo Qur'ondagi islom yetmagan bizga. Uning ismi, masalan, Qur'ondagi namoz, salat kelimasiniki, Ramazon kelimasi yoda yozilgan bo'lsa-mu millatga namozning aynan o'zi, Qur'onda qancha rakat namoz o'qish va qancha vaqt namoz o'qish va degan narsalar aslo Qur'on qarab ijro qilinmagan. Hozir shu dunyodagi 2 milliard atrofidagi musulmonlarniki hammasini namoz Qur'onda qancha rakatga desa 99.99 Qur'onda o'zi qancha rakat namoz, ya'ni har vaqt namozni qancha rakat o'qiyotganimiz javob bera olmaydi. Ya'ni uni arablarniki shu fiqh degan kitob orqali javob berdi shu mo'llinlar texi. Yani daim o'qib kelgan masalan bomdatni 2 rakat, 5 4 rakat o'qamiz, ashbat javob berdi. Ammo Qur'onda bu har vaqt namoz mancha rakat deb yozilgan degan to'g'riliq javob bergan insonlar yo'q. Hamda Qur'on qarab namoz o'qiydigan odam yo'q. Ya'ni Qur'ondagi butun ibodatlarning o'zini hammasini nimqan degan vaqtda ismini ep qilib, uniki jismini arabning hikoyasi bilan pardozlab, shu arabniki o'zi nimasi bilan o'zi burunqi o'qib kelgan ibodat deb atilib kelgan shu narsalar bilan amalga oshirib kelgan. Shunaqki monopol qilingan degan vaqtda nima monopol qilingan degan o'z savol tushdi. Monopol qilish, islomni monopol qilishning o'zi, islom deganning o'zi Qur'onning ichidagi nimalarni shu sistemamdi. Shuning o'zi islom, uning o'zini tamamen Qur'onning teshidagi, Qur'onga yaqin kelmaydigan shunday hikoyalar bilan monopol qilgan yana. Monopol qilgan narsa Qur'onning sirtidagi narsalar. Bu. Qur'onga asosan ibodat 2 turli o'zi bayon qilinadi. İbadet kelimesi Kur'an'da 2 türlük o'rinda 2 türlük ne kılındı? Birincisi İslam. Yani İslam'daki ibadet. İslam'da namaz okuş, roza tutuş İslam'daki şartları emas. O imanın şartları. Onun için İslam'da kelgen, İslam'ın içinde kelgen ibadet kelimesi ne buldu diye vaqtda itaat qilish, boysunuş, Allah Teala'nın buyruklarını, Kur'an'daki buyruklarını icra qilishdan ibaret, şununla doğru geldi. Şunun için İslam sahasideki misal وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyendeki müşerik abdi kelimesinin özümü neymi dediği vaxtda itaat qilish. Allah Teala'nın buyruklarını doğru icra qilishga itaat qilish. Yani Kur'an'da qandaq köstülgen bolsa şu şekilde icra qilishga itaat qilish. Bu yerdeki özü abdi kelimesiniki tercümesi o hesaplandı. Yani bu yerde bana kulçuluk qilish üçün yarattım deb tercüm qilish xata hesaplandı. Yani Kur'an'da asla öz Allah'ın kulları degen tercüm qilish abdi kelimesine doğru gelmeydi. Hem çok hatalık. Çünkü insanlar Allah'ın kulu emas. Kul degende başka bir yerden setip aldığan bir narsa. Allah Teala insanı başka bir yerden setip algan bir narsa emas. Özü yaratkan. Xuddi kainatning hammasi Allah Teala yaratganga o'xshashla insonning Allah Teala yaratgan. Onun için kainatning hammasi mening mulkim deydi. Mulkim deganning o'zi ularni o narsalarning egisi men degan. Xuddi shunga o'xshashla insonmi nima degan vaqtida
inson bu Alloh taoloning mulki. U aslo uniki qul emas. Ya'ni u ikki xil tarafdan tushmaydi bu yerda. Birinchisi boshqa yerdan setib olgan emas, ikkinchisi qul deganni setib olgan odam bilan iqtidor jihatda o'xshash bo'lsa, uni setib olsa, setib olinguchi qul deb qul hisoblanadi. Masalan, men bir odamni setib olsam, u odam mening qulim bo'ladi. Ammo men bir eshakni setib olsam, eshakning iqtidori menga o'xshash bo'lmaganligi u mening qulim bo'lmaydi. U eshakni eshikka u Abdukarim Axunning quli deb hisoblanmaydi. Abdukarim Axunning mulki deydi. Shuning asoslangan vaqtida inson Alloh taolo aslo o'zi iqtidor jihatda o'xshash narsa emas, jins jihatda o'xshash narsa emas. Unda bo'lgandan keyin u aslo Alloh taoloning quli bo'lolmaydi. Qul bo'lish o'zi salohiyatiga to'shmaymiz. Onun uchun biz butun koinotdagi narsalarning hammasi, dal-daraxt deymiz, hayvonotlar deymiz, tosh, daryolar hammasi Alloh taoloniki, planetlar hammasi Alloh taoloniki mulki bo'lganga o'xshash. Shuning ichidagi o'zi Alloh yaratgan bir maxluq, ya'ni Alloh taoloning mulki hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda abdi kelimasining o'zini tarjima qilgan vaqtida nurg'u yerida Allohning mulki degan shaklda masalan ayndaq kelgan vaqtida tarjima qilmasdan Allohning qullari deb tarjima qilishniki cho'ng o'zi insonlarga, ya'ni bo'libmi musulmonlarga cho'ng bir zina bo'lgan. U nima degan vaqtda musulmonlikning ruhiga qulluqni singdirish bu yerdagi narsa. Qulluq ideologiyasini singdirish orqali qulluqqa qarshi turmaydigan, qulluqning o'zini o'ziga muvofiq bir narsa, u bundaq muvofiq bir narsa qilib hisoblaydigan, bundaq bir shakl, bundaq bir narsa bo'lib qolgan. Shuning uchun bu arablar davomli arab bo'lmagan millatlarning o'zini arablarning qullari deb hisoblagan o'z vaqtida. Masalan, bu Hidoya degan, Hidoya Sharvoqay degan kitobning o'zida mavali degan maxsus bir mavzu, bir bobba. U mavali degan nima o'zi qullar degan gap. Yani Arap bo'lmagan millatni arablarning hammasi qul deb hisoblaydi shu vaqtning o'zida. Masalan, arab tuproqlarida o'z vaqtida mamluk degan o'zi mamluklar degan bir davlat qurilgan. Mamluk davlati degan davlat qurilgan. U nima desa, qullar davlati degan bo'ldi. Shu vaqtda arablar qattiq ezgandan keyin hech bir zaman bir arab bo'lmagan bir insonning o'zi arabga o'xshash bo'lolmaydigan, o Arap'tan o'zi qiz ololmaydigan, Arab ammo boshqa millatning qizini xohlagancha ola oladigan, xohlagancha dafsani qila oladigan shunday holatning o'zini shakllantirgan. U vaqt nima bo'lgan degan vaqtda insonlar Allohniki bandalar bo'lmasdan Arabning quli shakllangan. Chunki u shu vaqtdagi islom Qur'onga asoslangan islom bo'lmasdan Arabniki hikoyasiga asoslangan islom bo'lg'achqa insonlarning hammasi Arabning quli bo'lib qolgan. Shuning uchun u yerda Arablar har qanday sharoit ostida boshqa o'zi millatdan bo'lgan hatto podshoning o'zini qul deb hisoblagan. Masalan, Osmonlining zamonida Yavuz Sulton Selim shu Makka Madinani nima ishg'ol qilgan vaqtida Xodimul Haramayn degan unvonni olgan. Xodimul Haramayn deganni o'zi ichki haramniki xizmatchisi degan gap bo'ldi. Aslo u yerning podshosi degan unvonni ololmagan. Aşının yüzüla başka millet asla padişah olamaydigan, padişah buluş başka millet ki asla öz layık emas deydigan mundaq özü nimalqi ang yoki tushuncha paydo bo'lib qolgan. Shuning uchun bu yerda nima desa, Arab bo'lsa uni sulton, padişah deb shundoq atagan, ammo qolganlar degan vaqtida o'ziniki tuproqlarda uni padişah desa, Arab tuproqlarida xodim, xizmatchi, chaka qatorida hisoblash shundoq o'zi avjab ketgan. Onun için bu yerdeki abdi kelimesinin özünü Kur'an'daki kul deb tercim kılış eğer özü hatalık hem Müslümanlıktaki ideolojisiga kulluk ideolojisini sındırış arkalık kullukka karşı durmaydigan, erkinlikka qarta hareket qilmaydigan mundaq bir holatni shakllantirib qo'ygan. Masalan, hozir bizniki nihoyatda o'zini taqvo hisoblaydigan, mujohid hisoblaydigan shu qarindoshlarimizning o'zi cihatның özünü ibadet deb hisoblaydi. Cihat ibadet emas, emel bu. İbadet bilen emelning özünü faqat amag'da darjib qolgan. Uningdan u cihatning özünü Arablarning foydasiga, Arab tuproqlarida qilsa savob bo'ladigan, o'z tuproqlarining o'zini ozod qilish uchun, o'z xalqini ozodlikka erishtirish uchun qilsa, u unchalar savob bo'lmaydigan. Bundaq bir o'zi ong paydo bo'lib qolgan. Mana bu bizniki
Özü bu İslamdaki şu ibadet sahasındaki düşünceleri nayet özü eğir burmulaş aslı olgan. Peygamber Aleyhisselam zamanında hiçbir insan, karı olsun, ah olsun, Arap olsun ya ki başka millet olsun, hiç kandak bir insan, yani bir insanın töven ya ki artık emez, hemiz okşaş halette, hukuk cihette hemiz okşaş ayında hesaplandıgan halet şekillengen. Kur'an'da aşında buyurganlık için. Keyinki devirlerde Umayye Abbasiye sualısındaki zamanlarda bütünle özü başka millet boğalarının hemmesini o özünün kulları aletde aşında İsa olaydıgan adet şekillenip ketken. Onun için Kur'an-ı Kerim'in içindeki abdi kelimelerinin hemmesi asasen nurgu yerlerde kul dep tercim kılıklık. Allah kulçuluk kılış. Ya kulçuluk kılış diyenge okşaş. Allah bu mısır da onun kulçuluk kılış diyenge okşaş. Ayında ibadet neyme? Ayında tercümelerini kılan. Tercüme kılış arkalık insanlardaki yanında özünün bir kul ikenligini his kıldırış şekillengen. Onun için bu yerdeki en çok hatalık neymi degan vaqtida o kelimeni asla özü kul deb tercim qilish bo'lmaydi. Yani insan, yani bir insan, yani bir insanniki yoki Allah'ınki kul emas, asla kul emas, kul bo'lamaydi. Allah kul bo'lishga loyiq emas, chunki o Allah o insan arasida nurg'un farqi bor. İnsanlarning arasida ko'rgan vaqtda hammasi o'xshash inson bo'lganligi uchun bir inson, yani bir insonniki kul bo'lmaydi. Shuning uchun bu Qur'onning o'zimi يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله degan oyatning o'zimi bir-birimizni ustun ko'maydigan, yani birisimiz yani birisimizni ustun deydigan bundaq holat shakllanmagidek darajada kengchilik nima shakllanmaydigan usulda bir-birimizni birlashish, birga kelish degan o'zi maqsadda bu oyatning o'zini Alloh taolo ayndaq tushirgan. Demak bu yerda Yahudisi olsun, Nasarası olsun, Arap olsun, Türk olsun, ya Paris olsun, ah olsun, qara olsun, qandaq millet buluştuğu qat'i nazar o insanlık noktasının hemmisinin okşaş ekanligini, hiçbir zaman yan birisinin özü yuqori yoki töven emasligini, o dini itiqadi, yani o'zi iman itiqadning o'zi hammasi o'zining shaxsiy ish ekanligi, adolat oldida, qonun oldida hammasiniki barobar ekanligini Qur'oni Karim mana shu yerda bayon qildi misol. Qur'oni Karimdagi shu bizniki davlatchilik degan mavzuda andiki islom sohasida to'xtalgan vaqtda buningda biroz keng to'xtaldik. Mana shu qarasanglar shuning o'zida hammasida bu narsa aniq bayon qilingan. Shuning uchun bu yerdagi ibodat kelimasi kelgan vaqtda ibodat deganning o'zi nima ekanligini, aslo o'zi u ibodat insonniki inson qul bo'lishdan iborat bir narsa emas ekanligini o'zini bilib olishimiz nihoyat muhim. Buni burungi zamonlarda shu arablik sulolalari zamonida boshqa millatlarni o'ziniki chaqir qilib ishirtish uchun shu yerda o'zi shunday narsalarni o'ydigan, undan o'ziniki nurg'un o'zi aloyidliklarning o'zini insonlarga to'nishtirish orqali masalan ta'limul arabiyyati va alimuhan nasi fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan rivoyatlar bor. Siz arabcha o'rganinglar, boshqalarga o'rgatinglar. Chunki o qiyomat kuni Allah so'zlaydigan tili, Allah Arabning tili. Demak, Arab Allah degan bo'ldi shu vaqtda endi. Demak, bu yerda ashunday sharialash orqali arablar o'zini shu vaqtda shu rivoyatlar orqali butun dunyodagi insonlarni ustib turadigan, u insonlar arablik cho'qinsi bo'ladigan, arablarning ilohisi bo'ladigan holat shakllangan. Uning uchun o'zining madaniyati bo'lsin, urf-odatlari bo'lsin, yeb ichadigan narsalari bo'lsin, hammasini boshqa millatlarnikiga nisbatan ulug' ko'rsatgan. Masalan, xo'mi deymiz, zamzam deymiz, hech qanday aloyidlik yo'q. U zamzamning o'zimi bizniki shayoniki zaytunidan hech qanday farqi yo'q. Shundoq bir lavuz bir suv, ashni o'zini akilib qo'yadi nima deydi desa, alomat o'z ulug' suv deb hisoblaydi. Ammo payg'ambar alayhissalom hech bir zaman Makkadan Madinaga ketgan chog'da men zamzam ichsam bo'lmaydi. O alamet suti, bak ulukti, aşna ekberen diyen bir tal yer yok. Hemmesi onu Allah yaratkan, ama Arap'nın tupuruğu tutup kalan su, bu alaydı su. Ben hazır Ramazan kilovatıdı. Ramazan'da benim hoş Angliyanın özde 1 litre aşı zemzemler yazılgan, o rast zemzem mi onu Xuda öz bildi. Aşın Türkler ekilip 1 litrini 5 sterlindim. Yani Türkiye'nin polisi kança oluşu 45 koydun hesaplısak, demek ki 225 koydun, Türkiye'nin polisinde 1 litre zemzem satıdı.
Bunu müşerik ahmak Müslümanlar onu elip aşının özüne bazarını kıp verdi emdi. Unutulmuş Angliyanın özünün suyu şundak yaxşı. Tatlıq şundak sular. Ama aşının özü zemzemde bezilip kalganlığı için aşı içse, ittadı aşını içse nahayeti yaxşı. Savap bolduğanlığı, andakin bu Arap'ın homulları özü öcep getidi. O homu ölen ittihak kılış sünnetmiş emdi. Bundak ahmak olandı mesela. Yani kulçuluk diyen şu. O kim kulçuluk vardı diye vaxtda bazarı yok özü Arap'nınki eski homullarının özünü kapqarı, peygamberin homusu deyip hiç kim yemeydiğen bir homunun özüne ekilip Peygamber Aleyhisselam'ın markıp onu çaplap, onu bazarını çıkarıp milletlerine satıdı. Peygamber Aleyhisselam xuddi şu 60 net yaş kirgeçilik aşınından baş homunu yemegendek ondak özü admakmak kıldığın gibi. Demek bu yerdeki neyse ne mi diye vaxtda insanlığını benim hoşunda kuruk hikayeler ölen monopol kılış, kontrol kılıveriş arkalık onu özü kul kılıp işirtiş. Yani Araplar şu vaxtda özü kul kılıp işirtiş. Yani hazırki İslam'ı onu da hiç farklanmaydı. Mesela namaz ne? Mekke'de okuyan 100 bin rekat namaz okuyan 2 rekat namaz okusa 100 bin rekat namazın sevabı oldu. Medine'de Mescid-i Nebevi'de 2 rekat namaz okusa 10 bin rekat namazın sevabı oldu. Beytül Mukaddes'te 2 rekat namaz okusa 1000 rekat namazın sevabı oldu diye kuruk hikayeni tokuş arkalık özünün topraklarındaki ne kadar uluk ekanliginin özüne insanlığa göz tutuşu arkalık insanların aşağı hizmet kıldırış. Yani insanlar aşağıda 2 rekat namaz okusan bek sevap olur deyip moşundaki Ramzanlarda andık elki hacı kılı yani hacı ömür hacı kılımız deyip aşağıya berip neçe bin dolarların pulunu Müslüman hemesinin bolur diye vaxtda Allah ibadet demez öyle. Arap ibadet. Arap kulçuluk kıvatkan nesi. Arapların sayahatlarını yaxşı kılıp pulunu aşağıda yemek içmek, saman setip, konak şeyh setip durup tapkan pulunu vatanda işten lepesi tügü jürüp saklap, yüz yemek içmek, andakin aşağıya apırıp Arap taşlap verip yenip geldi mesela. Ballarını mı okutmay? Aşında kılıp öz Araplara taşlap verip geldi. Yani bunun öz ne dese Allah'a ibadet kallık emez, Arap ibadet kallıkını ibaret. Yani her yıl berip bizning ağzımı Avrupa'da modup gitti. Yılığı berip biz hacı ömür kıldıgan. Peygamber Aleyhisselam hayatını bir qatim qıptı. Aşağı tuğulgan adam. Sana nemi koydu emdi? Hazır milletin beşide mığılgan gam. Teşkilatla uzun nem kılayın. Bir iş kılayın dese, onun pulu vermeydi, 5 tenge verisi vermeydi. Aya görüp o Araplarga bekar taşlap yenip geldi. Yani kulçuluknu uyak kıldı. Yani bu ibadet bu vaxtda ne oldu diye vaxtda Allah kılınmaklık. Bu yerde Araplığı öşkallık emez bu gapın özü. Ve emeli gapını kılıvatımız Araplığı özümüzü okşaş insan görüşümüz lazım. O bizim düşmanımız emez. Hem de o bizim hocayımız emez. Biz böyle okşaş bir insan onun biz çokunuşumuz, onun toprakları çokunuşumuz, o toprakların özünü uluk görüp özümüzün toprağı uluk emez. Bundak görüş özümüzün meyveçiveleri, suyu, özümüzün insanları uluk emez alet bundak isavlaş bu nahayet eğir cinayet. Arap kim bolsa yani qandaq bir özü insan bolsa bizim okşaş aşının böyle okşaş bir insan Arap'ın tuprağı Arap üçün şundaq yaxşı uluk toprak bolsa bizning topraklarımız özümüz üçün şundaq uluk. Araplar özü üçün medeniyetli insan bolsa biz özümüz üçün medeniyetli insanlar. Araplar öz zamanısında hiç qandaq öz bir devlet kuruş ayet düşügümü kirmey qabileler bir-birini soquşup жүрген. Aşındaq bir millet vaxtida bizning ecdatlarımız devlet tumak imperiya kurgan bir milletlik evlatlarımız. Nima için biz onun töven özümüzde hesaplayımız? Üstünlüğü hesaplamayız zaten. Ama beraber zaten hemimiz okşaş bir insan deyip görüşümüz lazım. Asla ulanın tuprağını özümüzden tuprağını lazım. Evzel görmeslikimiz lazım. Hem milletlik öz tuprağı özü üçün evzel. Ulan Mekke Mükerreme, Medine Münevvere diyen bolsa bizim öz azizan Kaşgar uluk vatan, ana vatanımız dep öz atışımız, onu suyuşumuz, onun için hizmet kılışımız, o vatan, o yerdeki milletimizin suyuşumuz, Arap'ın aldı Uygur diyen işlersi yarmaydıgan bir millet demezsin, Uygur'undaki Arap'ın kaldıgan işlersi yok.
Arabdan hech qolgan o'zi madaniyat sohasida hech qanday Arabni qolmaydigan bundaq bir millat ekanligini his qilishimiz va o'z millatimiz uchun dunyolik millatlar bilan barobar holatga akirish uchun o'zi kurash qilishimiz bu bizning vazifamiz. Misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda abdi degan kelimaning o'zini qulchilik deb o'tirib Alloh qulchilik qilish deganni bano qilib oxiriga berib u qulchilik ne ketyapti desa arab qulchilik qilishga mangdi misol. Jiliq berib aşağıya hacı qilishning o'zila, aşağıya pulni tashlab berishning o'zila topgan tagimni arabga qulchilik qilganlikdan boshqa narsa emas. Onun uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bizniki diniy olimlarimiz mushundaq sohaga ahamiyat berish kerak. Hamda bu sohaning o'zini to'g'ri o'zi hal qilish lozim. To'g'ri hal qilolmaganligi uchun bizning millat mushundaq besh qo'yib, ani qalaymiqayaga berib, o'zini jenini sep bergan, melini sep bergan bundaq holat shakllanyapti. Hozir masalan deyilayotgan gaplar var. Hamda Suriyani ish tugagandan keyin Makka Madina va Quddus qaytmish hamda. O sening ishing emas o. O Arablarning o'zining ishi. Sen kimki o yerga görüp o başka adamdaki işlerine ardıştırganга. Sen özünün işini qilishing kerak o yerde. Özünün işi o yerde emas, vatanda. Misal. Sen o yerga görüp bütün öz Arablarga, Uyg'urlarning o'zini sat ko'rsatib, bütün dünya insanları Uyghur degan anglasa, yo'q degan holatga kelib o'tish uchun bu ishni qilamsan endi vaqtida. Bu qanday insonlik? Shuning uchun bu yerdagi biz afzal ko'rish, ulug' ko'rish deganimizni boshqa insonlarni ko'zga ilmaslik holatida ko'rmaslik emas. Bütün insanlar insan bo'lsa, bizmi inson, ular o'xshash inson. Biz bir insonning quli emas, ham bir insonning xo'jayini emas. Aslında o'xshash inson deb o'zimizni tushunishimiz va barobarlik uchun biz kurash qilishimiz bu o'zi biz o'zimizdagi haqqi, huquqi va majburiyati. Islomdagi farz mana bu. Bu o'zi islomdagi ibodat kelimasi islomdagi buyruqlarga amal qilishni ko'rsatadi. Buyruqlarga itoat qilishni ko'rsatadi. Masalan, o'shani nimaning o'zida Sura Baqaraning 182 oyatda Estağfirullah ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun deydi. Mush oxirgi ta'budun deganing o'zi Allah'a boysunduğun bolsanlar qanday qilishing kerak degan vaqtda Allohga boysunish degan Allohning amr farmonlariga boysunish degan gap bo'ldi. Allohning amr farmonlariga biz boysungan vaqtda o amr farmon nerede? Qur'onda. Aşağıda kulu min tayyibati degan ashning o'zi bir amr, ash amrga boysunishni ko'rsatyapti bu yerda. Allohning ash buyruqisini boysunduğun bolsanlar pokiz narsalarni ya'ni. Paskiz narsani yesan bo'lmaydi. Degan bo'ldi. Demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtda islom sohasidagi, islomdagi amr, farmon sohasidagi ibodat kelimasi nima bo'ldi degan vaqtda Alloh taolaning buyruqlariga itoat qilish ma'nosini bildirgan degan gap bo'ldi. Yana o'zi Sura Baqaraning 83-oyatida ve izâ akhazna mîsâka bani İsrail'e la ta'budûne illallâhe ve bil valideyni ihsâna ve zil kurba vel yetâme vel mesâkîne ve kûlû linnâsi husne ve yakîmus salâte ve âtuz zekâte ve sümme tevelleytum illâ qalîlen minkum ve entum mu'ridûn degan muş ayetning o'zida bu yerda la ta'budûne illallah degan mushu o'zi bu yerdagi ibodat kelimasi faqat Allohga sizlar bo'ysunadigan bo'lsanglar nima qilishinglar kerak degan vaqtda ota-onalar Allah'a ibadet neyme? Boşluğun bolsanlar ata-analarga yaxshilik qilishinglar kerak, urug' tuqqanlaringga, qulim qo'shnilaringga, miskinlarga, faqirlarga, yo'lovchi pul tugab ketgan yo'lovchilarga va insonlarga yaxshi gap qilishinglar kerak. Mana mush buyruqqa sizlar itoat qilsanglar, nima qilgan bo'lasizlar? Allohniki buyruqqa itoat qilib bo'ysungan bo'lasizlar. Degan bo'ldi. Bu yerdagi o'zi abdi kelimasining o'zi nima degan bo'ldi desa, mush oxirsidagi buyruqlarni ko'rsatadi. Mush buyruqlarga sizlar bo'ysuninglar degan gap bo'ldi. Biz bu yerda ibodatni o'zini bu yerga akirishlikka o'zi hech qanday nemiz mumkinchiligi yo'q. Chunki ibodat bu yerga o'z namoz o'qish, ro'za tutish degan ma'noni ifodalamaydi. Hamda ikkinchisi shu degan vaqtda ibodatning birinchisi islomdagi bo'ldi.
İslamda fakat Allah Teala'nınki buyruklarını icra kılış. Yani icra kılışta Allah'ın buyruğu boysunuşuna gösterdik yenemdi. İkincisi imandaki ibadet. Yani iman sahasında ibadet kelimesi kes kandak işitimiz diye vaxtida bu yerde iman etken adamlar kıldıgan ibadetler var. Mesela namaz okuş, roz tutuş, bundaq ibadetler var. Aş ibadetlerini kılış koşumça. Mesela İslam'da iman şart emas, ibadet şart emas. İman da çoğu vaxt imanda ibadet şart. Bir adam iman keltirgan bo'lsa, o adam ibadet qilish lozim. Har qanday ibadet iman keltirgan odamga islomning prinsiplari tamoman shart. Agar bir odam iymon keltirib islomdagi prinsiplarga amal qilmasa, iymoni bekor bo'lib ketadi. Buning uchun Qur'oni Karimda innallazina amanu nima va lasri innal insana lafi khusrin illallazina amanu va amilus solihat deydi. Yani Allah'a iman keltirgandan keyin o odam Qur'oni Karimda ko'rsatilgan yaxshi ishlarning hammasini qilish u odamning gardiniga farz bo'ldi. Shuning uchun bu Qur'oni Karimdagi bu ko'rsatgan belgilemelerge mo'min bo'lgan odamlar bu nima qilmasa, uning amal qilmasa, uning iymoni nolga bo'ldi degan. Shu Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan deydi. Ey mo'minlar sizlar islomga umumiy yuzda kira ol deydi. İslam'ın hiç qanday prinsiplerinin özünü ma bizga to'g'ri kelgan, ma bizga to'g'ri kelmagan shallashga haqqi yo'q. Bir iymon keltirgan bir insonniki. Shuning uchun bir odam mo'min bo'lsa, u mo'min bo'lgan iymonniki sharti ibodat va amallarning hammasi uning sharti bo'ldi. Agar u yerda iymon keltirgan odam ibodat qilmasa, onindagi o'zi nima qilmasa, İslamdaki şartları boysunmasa o keltirgan imanı hemmesi nölükten oldu degan. Hem de Müslüman çoğu vakti Müslümanın özü eğer o iman etmegen bolsa, namaz okumagan bolsa, onunki o iman münasebetli bolganlığı için o özdeki şahsiy şu İslam'da tüketmeydi. Ama İslam'daki başka kişilerge yaxşılık kılış, okuş ve özü yaxşı amel kılış degan o'xshash mundaq ishlarning özünü qilsa, o İslam'da turuvergen buldu. Yani bunu da İslam bilen imandaki arasındaki fark aşındaki umumi mutlak deyimiz bunu mantık cihetten iman keltirgan adam bütün İslam'ın şartları kabul kılış lazım ama İslam'a kirgan adamlar imanını kabul kılmayıp İslam'a kirmedisi mi kiralaydı diyen buldu. İman etken kişilerge ibadet veya da belirlengen şekildeki ibadetler var. Misal namaz okuş. Bir keç gündüzde 3 vakit. Yani onu mümkün dedik. Bu 3 vakitin başka vaktim namazındaki vakti yok zaten. Tan atkandan başlayıp gün çıkışı artık bir vakit. Gün düşüp mayını qarılgandan başlayıp gün oltuğucu artık bir vakit. Gün oltuğandan başlayıp günün kızıllığı yokucu artık yani bir vakit. 3 vakitin özde namazı koydu. Qancha ming rakat namoz o'qisa alayversin, biz bunga hech qanday nima qilmaymiz. Ammo Qur'onda ko'rsatilgani har vaqt namozni 2 rakat deb o'tirib 3 vaqtda 3 namozning o'zini ko'rsatgan. Qag'iniga biz uning o'zi ibodatga aralashmagandan keyin qanchalik o'qiyapsiz, 5 ni o'qib olamdi, 10 ni o'qib olamdi, o'zining shaxsiy ishi. Bir qatim 3 vaqt namoz deb qo'ysak, butun dunyo qiyomat qoyim bo'lib chiqarib. Biz ashunda Xudoga din o'rgatganligimiz uchun mushkul qoldik. Qur'onda deganni qilgan bo'lsaydik, bu vaqtda bundaq o'zi kulik qolmagan bo'lardik. Özleri deydi o bize Kur'an'da namaz yok, Kur'an'da namazın vakti yok, o rekat sani yok, eti dep. Ama biz 3 vakit, sen 3 vakit badisiler mi şu kıyamet kayım koyup. Bular o Qur'onga ishonmaydigan bo'lgandan keyin, Qur'onni unda ko'maydigan bo'lgandan keyin, Qur'onni aşı yodlab Ramazonda xatmda o'tib qo'ysa, qabristonlikda o'qib qo'ysa bo'ldi, namozda o'qib qo'ysa bo'ldi. Uni amal qilgan bir kitob qatorida hisoblamagandan keyin, uningdagi o'zi u topolmaydi. Ammo Qur'onni Alloh taolo din Qur'onda deganligi uchun Qur'onni izlash kerak. Sen nima deb o'z payg'ambardan keyin 200-300 yil, 500 yil keyin yozilgan hikoyalarni din izlaysan misol, bunda mahmqon ish bo'ladi. Shundaq 3 vaqt namoz o'qish ve bir ay roz tutuş Kur'an-ı Kerim'de bu ibadet hesaplandı. Hem de bunun üzüm çözdüse bu ibadetlerini şu rivayetlerden köptürüş arkalık namazın özünü 5 vakitka
Her vaqt namazning o'zini atayalik bomdatning o'zini 2 rakat sunnat deydi, 2 rakat farz deydi, 4 rakatga, peshimning o'zini 10 rakatga, asrning o'zini 4 rakat, shamning o'zini 5 rakat, xutbamning o'zini 9 rakat, tahajjud vaqti kechida o'qiydigan chashka va ashundaq namozlarni paydo qilish orqali insonlarning o'zini, bu musulmonlarning o'zini tamoman o'zi ibodatni boshqa ko'tara olmaydigan bunday bir holatga keltirib qo'ygan. Boshqa ish yo'q. Bir odam tahi nimada masjidda namoz o'qisa, uniki savobi 27 tasi ko'p bo'ladi. Uyda o'qigandan degan shunday rivoyatlar to'qish orqali insonlarni masjidga yig'ib olish. Masjidga yig'ib olgandan keyin u har odam 5 namozni masjidda o'qidi degan so'zning o'zi nima desa, bir kunlik ishning yarmini qilmadi degan gap bo'ldi. 5 namozni masjidda o'qigan odam bir kunlik ishniki yarmini qilolmaydi. Yoki tushib oladi, tushib olgandan keyin taratib masjidga berish kerak. Berdikin 5 minutlik o'qib tugatolmaydi uning o'zini. Shu yerda 1 soat vaqt keldi. Endi ish o'rniga kelib qo'yish degan asrning vaqti chiqayotgan, asrga azon chiqayotgan. Asrga berib kelish ketdi, undan keyin shamning vaqti kelayotgan, shuni olib o'zi ishning yarmi, vaqtning yarmi shu namoz o'rniga ketdi. Ammo Qur'oni Karimda hamma odam masjidga berib namoz o'qisin degan gap yo'q. Faqat juma kunisi jamoat yig'ilgan vaqtda shu yerda juma namozida ba'zi nimaning o'zini peshimni shu yerda jamoat o'qisa bo'ldi. Boshqa vaqtning o'zida hamma o'zining ish yerlarida o'quvasi bo'laverdi. Uning hech qanday narsa qo'shmaydi. Ammo jamoat o'qisa, unga alayda savob keladigan hech qanday bir narsa Qur'oni Karimda yo'q. Shuning uchun bu yerda bu musulmonlarniki ishlarda misol kechkish hozir misol bir odam bir kunlik ishni 2 kunda qilsa, 1 yillik ishni 2 yilda qiladi degan gap. 10 yillik ishni 20 yilda qiladi degan gap. Bir musulmon o'lkasida ashundaq ishning yarmini, 1 kunlik ishni 2 kunda qilsa, boshqa o'zi musulmon bo'lmagan millatlar desa, 1 kunlik ishni 1 kunda qilgan taqdirda 20 yildan keyin musulmon o'lkasi 10 yil oxirida qolib qoldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Alloh taolo insonlar o'zi ishlab jon boqadigan o'zi bo'lganligi uchun uning o'zini zot masjidga berib namoz o'qimasang bo'lmaydi degan to'g'riliq hech qanday oyat tushunmagan. Namozni har odam o'zining ish yerlarida o'qisa, uning hech qanday bo'lmaydi. Undan keyin buni ozdab yana maxsus o'zi qandil kechalari bor, turklarning gapi bo'yicha desak, qandil kechalari deydi. Zikr tasbih kechalari deydi. Ashundaq kechalarning o'zini o'rinlashtirish orqali bu meng'ishuydigan kechalar ular. Ash kechalarda ashundaq quruq hikoyalar bilan insonlarniki meng'isini yuyib, o insonlarniki hozirgi zamonda emas, buningdan 1400 yil burungi insonlar holatiga akilib, uni o'zi hozirgi taraqqiyotga moslasholmaydigan, hozirgi ilm-fanga intilmaydigan va hozirgi zamondagi modern inson bo'lishga hech bir zaman intilmaydigan va modern insonlarning o'zini ko'rsa yoqtirmaydigan. Hozirgi zamonda yashashdan o'ziga qisqinchilik his qiladigan. Bu zamanda yaşamay ölüp ketsa, jannatga qarshi ölüp ketsa, ölüp ketishni orzu qiladigan. Mundaq holatni shakllantirib qo'yiq misol. O'zi bu dunyoga yashab, bu dunyoga moslashanmagandan keyin u pataroq ölüp ketishni, u dunyoga berib tushakayotgan bir ho'rlar va shu ho'rlar bilan birga yashashni orzu qiladigan gap. Ammo u ho'rlarga ularni salohiyat to'shmanda o'ziniki, uning bilan hisoblashmaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida biz her zamanda özümüzni şu zamanı layık adam qilib tarbiyalashimiz ve şu zamandaki insanların en ilg'or insoni ve şu zamandaki insanlarniki meselelerini hal qila şu zamandaki zamanımızdaki insanlar bir narsani o'zini o'g'ita oladigan mundaq bir holatdagi inson bo'lib yetishimiz bu o'zi payg'amberniki yo'lda manganligimiz hisoblanadi. Masalan, bütün payg'ambarlar o'z zamanıdaki en ilg'or en öz islahatçı devri bölgüç insanlar olgan. O ilgar insanların özü bu bizge nemini nem kılıdı nemini işaret kılıdı diye vaqtida bizge bergan işaret bizning bu her birimiz şu zamanımızda fikir cihatte, ang cihatte en ilgar, bilim cihatte ilgar insan buluşumuz için buyuruydu.
zamanımızda islohotchi, zamonimizdagi insonlar bir narsa o'gita oladigan, bundaq bir inson bo'lishini o'zini bo'raydi. Boshqalar o'gitib nima qilgan, yasab qo'ygan narsani ishlatmay holatga tushib qoldik hozir biz. Bir tal telefonni nima qilsa, telefonni echib yepishni bilamiz, WhatsApp so'zlashni bilamiz, uning ichidagi texnikaning o'zini nurg'oyaning o'zini tushunmaymiz misol. Buning o'zi nima desa, bizniki ilm jihat qanchalik og'ida qolib qolganligimizni ko'rsatadi. Shuning uchun bu o'zi nima degan vaqtda bu aslo payg'ambar mangan yo'lda mangmaganlikniki, Alloh ko'rsatgan yo'lda aslo mangmaganlikniki isboti. Agar biz Alloh ko'rsatgan yo'lda mangadigan bo'lsak, u zamonda zamondagi eng ilg'or, eng islohotchi, yaxshilikda oldida mangadigan, yomonlikdan yiroq turadigan, bundaq o'zi go'zal inson bo'lgan bo'lardik. Qur'onda bor: "Kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah" deydi. Bir millat yaxshi millat bo'lish uchun u millatning ichidan bir turkum insonlar chiqib, yaxshilikni bo'rib, yomonlikni to'sadigan undaq bir turkum insonlar o'tirib chiqish lozim. Hozir bizniki millatni yaxshi millat qilib chiqamiz degan vaqtda qanday bo'lish kerak degan vaqtda nurg'un o'zli insonlar o'tirib chiqish kerak. İlg'or, ayndaq o'zi avangard insonlar o'tirib chiqib, bu yerda millatniki xato tarafini ko'rsatish orqali millatni to'g'ri yo'lga yetaklab so'rab menish lozim. Millat o'zi hozirgi zamondagi insonlarga yetishishi lozim. O yetish ayda qilib qolsin, 1400 yil burungi hikoyani so'zlab, u insonning jismi hozirgi zamonda 2025-yil yashayotgan, uniki ruhi 1400 yil burungi holatda yashayotgan. Ondan keyin o'z jamiyat bo'layotgan ishni o'ziga singdira olmaydigan, uniki ruhi 1400 yil burungi inson bo'lganligi uchun u hozir bo'layotgan ishni singdira olmaydigan, hozirgi insonlarni yoqtirmaydigan, o'limni orzu qiladigan, bo'lsin shu jannatga kirib olsa, shu yerda yashasa bo'ladigan, mundaq bir insonlarni yetishtirmoqda. Uning o'zi nima desa, u aslo o'ziniki o'rnini bilmaydigan bir holatni shakllantirib qo'ygan. Masalan, shu mollaning o'zi shuni o'g'itdi, o'zini shu jinga sepaqsa, ashaning o'zi shu narsaga layoqatli to'shmamdi. Buni bilmaydi odatda. Jannatda shunday bir go'zal o'ringa ega bo'lish uchun, ya'ni shu jannatga kirish uchun nima qilish kerak? Qanday inson bo'lish kerak? U yerda Alloh taolo kala so'lamaydi. Odamni akadigan yer u. Bu yerda kalaga o'xshash insonlar u yerga qanday kira oladi misol? Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda o'zimiz to'g'ri inson bo'lishimiz lozim. Boshqalarga o'zi boshqalarga bir narsa o'gita oladigan, hech bo'lmasa o'gitolmagan taqdirda boshqalarni tushuna oladigan, zamonimizni tushuna oladigan, zamonimizga loyiq odam bo'lishimiz lozim. Shu vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda biz o'zi Qur'oni Karimdagi ibodat kelimasiga to'g'ri amal qilgan bo'lamiz degan gap. Ibodat deganing o'zi butun insonlar hammasi o'zi barobar bir inson ekanligini, Allohning buyrug'i oldida hammasi barobar bir inson ekanligini, adolat oldida hammasi barobar yashash haqqi bor ekanligini tushunadigan insonlar bo'la oladi degan gap. Mesela namazın özünü Allah Teala Kur'an'da tezkire de bayan kıldı. Salat kelimesini okumayı tezkire de bayan kıldı. Tezkire diyen neyim dese? Esleş, iyisi tutuş, hatırlaş diyen mananı bildirir. Bu neyim diyen boldu diye vakıda Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki buyruklarını ve toskan işlerini iyisi tutup bir yerde bir işini kılan olsa şu yerde Allah Teala o insan kıvatkan işte kandak işler buyurgan. Mesela bir yerde seyset atkan olsak başka insan kandak muamele kılışımız lazım. Hazır vakıda Avrupa'da, o da Avrupa'nın nemesi ki andak özü Avrupa'nın vaktaydı, andamandaydı. O maktıqalığı emas, əməliyyat şundak. Bir meyve satılgan ya seysetgan bir dükkan kirsek, hükümet dükkanına kirsek, bir tal laz almakçı olsak şu lazının birini sesip ketken emas. Azırak boşap ketken bolsa, aşının özüne o kasadaki adamın özü bilip kalsa, derhal anı taşlıp etip ornuna başka lazını ekilip bir daydı. Bizde çoğu, Müslüman memleketlerde çoğu, sesip ketken yerini manda yögep apırıp setivadıdır. Uhtumaylıkın setivası oldu de onu. Yani kızlık gözlük aşağıdı. Kolun çikesli oldu, kahının pulusuna asılı oldu. O adam pulunu verdi, satkan nersi o pulga layak toşmaydıgan nersilerini verdi misal.
Öyle apağandaki beş batman yeri ses çıkıvatkan. Yani şunun hemisi değil mi diye vakıda bu insanlar özündeki hakiki insanlığının özünü namayan kılanmıgan. Hakiki insanlığının özüne insanlık kelanmıgan. Hakiki insan bolanmıgan bundaki insanlar bu bir hesaplandı. Şunun için bu yerki neresi değil mi diye vakıda Allah Teala bu şeyde deyişte hem Adem okşaş bir insan bir adam yani bir adamın hakkıga yoki hukukiga tajovuz qilish bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimda g'iybat qilish, bo'hton chaplash tamoman cheklandi. Bu nimishqa degan vaqtida boshqalarning haqqini, huquqiga tajovuz qilgan ish bo'lganligi uchun. Aviq degan o'xshash narsalar so'z haqqiga tajovuz qilgan bo'ldi. Mana buning o'zini qattiq cheklaydi. Bu bir odam o'zining haqqiga sohib chiqish, ega chiqish va boshqa insonlarningki haq huquqiga hurmat qilish bu haqiqiy insonlik bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz millat sifatida o'zimizniki haqqiga, huquqiga ega chiqishimiz lozim. Ammo boshqa insonlarning haq huquqiga tajovuz qilmasligimiz lozim. Boshqa insonlar bilan o'zimizni o'xshash o'ringa akila olishimiz lozim. Uning uchun kurash qilishimiz lozim. Bu bizning haqqimiz ham huquqimiz bo'lib hisoblanadi. Ammo boshqa insonlar o'zimizni qul qilib ko'rsatish, boshqa insonlarniki tuproqlari uchun kurash qilishga targ'ib qilish va u yerga berib nima kurash qilsa, u nihoyat katta ibodatni qilgan bo'lganligi bundaq o'zi kishilarga bundaq ko'rsatish bu nihoyat cho'ng jinoyat bu. Boshqa ularning ishi o'zining ishi, u o'zining ishini o'zi hal qila oladi. Biz u yerga bormasakmi, bizniki besh batman gardimizni ish tursa, ya'ni o'sha yerga berib boshqalarniki ishiga chaplashishimizning o'zi desa jinoyat bo'lib hisoblanadi. Yana o'zi Qur'oni Karimda abdi degan kelimalar orqali butun insoniyatniki barobarligini, hammasiniki abdi ekanligini, ya'ni o'zi banda ekanligini, hammasi Alloh taoloning oldida barobar inson ekanligini buni o'zini bizga Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Hech bir inson qari bo'lsin, oq bo'lsin, mayli o'zi qaysi millat bo'lsin, qanday madaniyatga ega bo'lsin, u boshqa insondan hech qanday jihatda o'zi uni tuvan ko'rishga bo'lmaydi. Hammasi o'xshash inson. Endi u an'anaviy dinda degan vaqtda an'anaviy din butunlay insonlarning o'zini ruhiy jihatdan qulluqqa, iqtisodiy jihatdan qulluqqa, siyosiy, ijtimoiy jihatdan qulluqqa o'zi targ'ib qildi. Kimga qul bo'ladi shu vaqtda? Arab quli bo'ladi. Butun o'zi insonlar arab qulluqliq. Misol. Iqtisodni boy deganga o'xshash, ruhiy jihatdan misol, shu vaqt boy o'qigan rivoyat. Ta'allumul arabiyyati va allimuhan nasa fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan shu rivoyatning o'zimi, uning o'sha rivoyatlar nihoyat ko'p misol. Shu yerda qiyomat kunsi Alloh taolo arab tilida so'zlaydi deganning o'zi bu yerda nima degan bo'ldi ham shu vaqtda? Xudo tarjimon ketamdi ham biz Uyg'urlar u yerda so'zlab qilib qolsak Uyg'urcha, bir arab bildigan bir islam tarjima qilish to'g'ri keladimi? Buni o'xshash ahmoqona ish bo'lamdi endi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda ruhiy jihatdan o'ziga qul qilish shu vaqtdagi nima bo'yicha ruhiy qulluqni o'zini shakllantirgan. Andakin o'zi Makka, Madina, o'sha atrof arabniki tuproqlardan maqtash orqali iqtisodiy qulluqni o'zini shakllantirgan. Iqtisod hamma odam boy deganga o'xshash shundoq o'zi ishtonning lepisiga tengib yurib, shundoq o'z jafo tepib, u pulni arabga tashlab bergan ish shakllangan. Siyosat degan vaqtda arabning siyosatiga qarab ish ko'radigan misol. Anadakin o'zi o o'ziga foydali bir siyosatni izlamay turib, e'tiqod jihatda bir o'zi dindagi insonlarda o'ltirib, o'ziniki xo'jayinlarniki tutgan siyosatni o'ziga siyosat qilib qaraydigan bundaq holat shakllangan. Masalan, mana shu Suriyaniki hozirgi Julani degan odam hamma dindagi insonlar o'xshash yashay oladigan, adolat oldida, qonun oldida barobar yashaydigan bir davlat qurma degandan keyin Yevropa davlatlari buning o'zini g'arb davlatlari qo'lladi. Qo'llagandan keyin bizniki bir qism ashadagi odamlar mana islom davlati quramiga kirsak, bu odam mandaq davlat qurdi deb islom davlatini hatto tushunmaydigan holatga tushib qolgan.
İslam devleti deganni hech qanday ideologiyani asos qilmaydigan. Hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga deydigan. İnsanlıkta adalet aldı beraberlik. Yani adaletni asos qilib turib, hamma odam barobar yashaydigan bir jamiyat qurish. İslam deganning shariati mana shu. Adaletni asos qilgan barobar, hamma inson barobar yashaydigan bir jamiyat qurish, bu islom degan mana shu. İslomiy jamiyat degan shu. Mushundaq jamiyat qurishni Alloh taolo Qur'oni Karimda o'rg'ildi. Yani Julani şunun özünü deyiklik degendikini o bizdeki insanlar ve İslam cemiyeti, İslam cemiyeti diyen kandak bir cemiyet olur diyen bilmegendikin ayet a Julani'ndeki diyen gibi alnı kallısını ötmeklik. Şunun için devatımız bir yerde bizim dini sahadaki alimlerimiz özünü alim hesaplasa Kur'an-ı Kerim'deki muşdak yerlerini kattık özü tepkik görüş lazım, biliş lazım ve insanlarımızı bildiriş lazım. İslami cemiyet bizi kandak karaydı dese bizdeki de hem madem 5 namaz okuyduğun cemiyetteydi. 5 namaz okuş, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiş hemisi öz şahsi işi. Her bir insandaki. Onun için iman etmeyen adamı cezalaş, namaz okumayan adamı cezalaş, roz tutmayan adamı cezalaş Kur'an-ı Kerim'de yok. Onu hiç kandak bir adam ya hiç kandak bir hakimiyet, hiç kandak bir insana o cezalını veriş hakkı hukuk yok. O cezanı kim bir vakit dese şu öz vaktinde Abbasiye, Umayye Sulalisi zamanında bu özü Kur'an-ı Kerim'de ilim asaslangan bir din deb Allah Teala İkra bismi rabbikellezi halak degan oyatning birinchi tushigan vaqtning o'zida ilmni asos qilgan bir din ekanligini o'zini bayon qilib nima qilsa, tushunsa, uni tushuntirsa insonlarga keyin arabniki dini qanday bo'lgan desa ibodatni asos qilgan shu vaqtda. İbadet degan nima degan vaqtda ibodatning o'z ma'nosini ishlatmay, kesh namoz o'qish, ro'z, haj qilish bilan tugagan. Shunga bularning nimasida Buniyal İslam ala khamsin şehadet la ilahe illallah ve ikamis salat ve itaiz zakat ve siyam Ramazan ve tehuccil beyt in istata ile sabila degan o'zi nim bormi shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimning hammasi bor. Bu nimani bildirdi? İslam degan nima degan vaqtda la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb iymon etish deydi. Namaz o'qish, ro'za tutish, zakat berish, haj qilish. Mana bu 5 narsaning ustiga qurilgan deydi. Hem bu yerda zakat berish, haj qilish bu ikkisining o'zi islomning ichidagi narsa. İslamdagi amirlarning ichidagi narsa. İman etish, namoz o'qish, ro'za tutish bu iymonning ichidagi narsa. Bu yerda iymon bilan islomni aralashtirish orqali hammasini birga yug'urib, u yerda o'zi ibodatning o'zini iymonni birinchi o'rin qo'yib olgan. Ammo Qur'onchi degan vaqtda islomni bayon qilgan vaqtda bizdagi dinimiz islomga Qur'onning o'zida misol va razitu lakumul islom dina deydi Alloh taolo. İslamni sizlarga din qilib berganligimga rozi bo'ldim deydi. Demakki bizdagi dinimiz nimaki? Islomki. Islom asos bo'lgan vaqtda hech qanday e'tiqod islomning asosi emas. Qanday e'tiqod kirish o'zining ishi, u nima desa Alloh bilan o'zining orasidagi ish. Hech bir zaman o insoniyat jamiyatiga uning o'zini so'qish orqali insoniyatning orasida u yerda o'zi sen musulmon, men kofir yoki sen yahudi, men nasara deb o'zi boshqalarga din sababli uni dushman tutish, ularga haqorat qilish, ularga zulm qilish u Qur'oni Karim tamoman cheklagan bir narsa. Musulmon bo'lsang, o'z iymon keltirgan bo'lsang o'zingga, namoz o'qigan bo'lsang o'zingga, ro'za tutgan bo'lsang o'zingga, bu yerda hech bir odamni u qilgan ishing o'zi nima qilmaydi. Turklar deydiki, ilgilendirmaydi deydi. Biz nima deydi uni? Aloqasi yo'q. Yani bizde onun xalqi yani böyle o'zing bilan Allohning orasidagi ish u. Onun uchun buning o'zini sen namoz o'qib lekin namoz o'qimagan odamni yoqtirmaydigan, namoz o'qigandan keyin namoz o'qimagan odamni tillaydigan, haqorat qiladigan hech qanday haqqing yo'q. Sen o'zi iymon keltirdim deb iymon keltirmagan yoki boshqa dinga kirgan odamlarni haqorat qilishga hech qanday haqqing yo'q. Qur'onda وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ deydi. Sizler Allah'ın tövündeki nesnelerge ibadet kılan, başka nesnelerge ibadet kıldıgan, butku çokunduğan, kalak çokunduğan, asman cisimine çokunduğan, mundak adamların özüne sizler özü deşnam kılıp özü hakaret kılmalı deydi. Allah hakaret kılmalı dese
bizniki haqorat qilgan nima haqqimiz bor edi? U yerdagi narsa nima degan vaqtda sen insonlik sifatingdan sen ibodatingni o'zing qilaver. Namozingni o'qiver, ro'zangni tutaver. Ha. U yerda boshqa o'z ro'za tutmagan, namoz o'qimagan odamni sen u ro'za tutmagan, namoz o'qimagan deb uning bilan o'z jadallashma degan gap. Uning jazosini sen bermaysan, qiyomat kuni men beraman deydi Alloh taolo. Hech bir yerda namoz o'qigan, ro'za tutgan odamning jazosini beraman degan Qur'oni Karimda oyat yo'q. Uning jazosini Alloh taolo qiyomat kuni o'zi bergan, chunki o'zi bilan aloqali narsa ish bo'lg'achqa, o'zi berganligiga qarata Qur'oni Karimda oyat bor. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda insoniyat dunyosida e'tiqodni asos qilish butunlay tugamas jadalga olib boradigan narsa. Shuning uchun biz bu yerda e'tiqodni asos qilmasligimiz lozim. İnsanlıkni asos qilib bu yerda hamma insonniki o'zini tutgan bir yo'li bor, o'ziniki e'tiqod qiladigan bir dini bor. Uning biz hurmat qilgan shart ostida, u bizniki hurmat qilgan shart ostida yashash bu Alloh taolo bizga farz qilgan bir ish. Shuning uchun bu yerda biz buni jiq deb ketdik. Vatan uchun vatanni ozod qilamiz desakmi, bu bizning aramizda nurg'ulg'an ishlar bor. Masalan, o'zi yaxshi o'zi mo'min nimalar bor, masalan, Uyg'urlar bor. 5 namozni tark qilmaydigan undaq yaxshi insonlar bor. Namoz o'qimaydiganlarim bor. Balkim boshqa dinga kirib olganlarim bor va hech qanday dinni e'tirof qilmaydiganlarim bor Uyg'urlarning orasida. Ham bu vaqtda biz Alloh ishongan odamni biz 5 namoz o'qiymiz deb qolganlarning hammasiga urush eshitib to'g'ri keladimi? O vatan faqat sening vataning emas o. Bütün Uyg'urman deganning hammasiga o'rtaq vatani. Ular namoz o'qisin, o'qimsin o'zining shaxsiy ishi. Ammo vatanni ozod qilish, u yerdagi millat uchun kurash qilish hamma o'zi Uyg'urlarniki o'rtaq ishi bu. Yoki bütün Sharq Turkistondagi xalqniki o'rtaq vazifasi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda iymon bilan bir narsani o'lchamaslik lozim, namoz, ro'za bilan o'lchamaslik lozim. U odam o'zi agar sizniki deyotgan gaping qoyil bo'lsa, u vaqtda o'zi iymon etib, u namoz o'qib, ro'za tutsa, u yaxshi. Ammo uniki ro'za tutmagan, namoz o'qimagan qarta, uni sinfga olib, sen namoz o'qib tark qilsa, o'zi namoz o'qimaydi, ma ro'za tutmaydi falan deb o'tirib, insonlarni tarkibga oladigan, bo'ladigan bunday ishlarni qilishing tamoman xato. Shuning uchun biz davomli deymiz, bu shu vatanning sirtidagi nurg'u yerda Uyg'ur uylar ochilib ketdi. Bu Uyg'ur uylarning o'zida Uyg'ur uyi yoki Uyg'ur madaniyat markazi deb ochganlik nihoyat to'g'ri bir ish. Masjid qilib etish nihoyat xato bir narsa. Chunki nima uchun degan vaqtda insonlarni arvardi. Masjid qandikinlar u yerga namoz o'qiydigan odam bora olmaydi. Boshqa insonlar bora olmaydi. Sen o'zi madaniyat markazi bo'lsa, u yerda nima qilishing kerak degan vaqtda namoz o'qiydigan odam buni ko'rib o'qiyversa, sizniki namozga hech kim o'zi daxl ta'riz qilmaydi. U yerda bütün Uyg'urlar bir yerga kela oladigan bunday bir o'rin bo'lishi lozim. Sen u yerda millatning o'zini dinsiz, dindor deb o'tirib ishga ko'rib qaraysa, uningdagi o dinning ichida falon mazhabdagi tutsan, mazhabdagi deb yana uni araysa. Shuning millatning bir millatni bir qanchaga bo'lib, paramparcha qilib, shunday o'zi vayron qilyapsa. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda hech bir zaman birlik e'tiqod ustiga qurilmaydi. Qur'oni Karimdami hech yerda o'zi e'tiqod ustiga qurilgan o'zi birlikni tashabbus qilmaydi Alloh taolo. U nima ustiga qurildi degan vaqtda milliy birlikning ustiga qurildi. Milliy birlikning ustiga qurildi birlikning o'zi. Masalan, Sharq Turkiston xalqimiz bir xalq, shu bir xalqniki birligining ustiga va ashlarniki maqsad muddaosining ustiga qurildi bu birlikning o'zi. Mesela, yani hech qanday bir davlat yo'q, faqat bir millat yashaydigan. Bizniki faqat Xitoydan boshqa. O'sha yerlik bo'lgan, burun tortib yashayotgan millatlar hammamiz bir millat hisoblanamiz. Chunki ma Yevropada nation deydi ekan, nation o'zi xalq degan bo'ldi. Endi xalqning o'zi nima degan vaqtda bir territoriyada yashayotgan xalqning hammasi bir xalq hisoblandi. U bir xalq shu territoriyani ozod qilish uchun o'rtaq o'zi bir kuchga aylanib kurash qilish bu nihoyatda go'zal bir ish. Bunun o'zi birleşik lazım. Sen berip o yerda din, mezhep deb o'tirib, o narsani bozor qilsam, yanchon qilsa bo'lar o narsa. Hamma odamniki o'zining shaxsiy ishi bu. Mezhepchilikni o'zingga nima qil. O yerda sen asla o'zi bu millatniki
Milli birliginin özünü sen parçalaygan işini kılışın bu dinga yani İslam dinine tamamen zıt. Nima uchun degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam Medine kelgan vaqtda Yahudilar olsun, aslında Hristiyanlar olsun, müşrikler olsun, müminler olsun hemmisi bir jo'zga akilib, shu yerda bir birlik qurgan. Bunun özüne Avrupa tili boyunca ve İngiliz tili boyunca nation. Yani xalq deb atıldı. Bir xalq. Mesela Mekke'nin özünü fethi kıldığı vaqtda 10 bin adam bilan 10 bin askerli Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye yürüyüş kıldı. 10 bin adamın hemmisi nima iman keltirgan adamlarmidi? Aşlık 70% iman keltirgan adamlar. Fakat hakimiyetke kirgen, İslam'a kirgen, iman kirmeyen adamlar. Mana shulardan nurg'ulg'an adamlar askarlik kirib, Mekkeni fethi qildi. Mekkada mesela Ebu Sufyan başçılarki Umayya kabilesiniki nurg'ul qismi %99% iman etmaydi. İslam'ı kabul kıldı. Yani biz hemimiz beraber yaşayımız. Hemmimizin dini özümüzge din sebeplik birbirimize düşman olmayımız deb milli birlikni hasıl kıldı. Milli birlik karşı çıkan adam cezalaş Kur'an-ı Kerim'de perz. Dinge özü, ben dine kirmeyme diye adamını cezalaş cinayet hesaplandı. Bunun özünü biliyor işimiz lazım. İbadet kılmagan, yani ibadet kılmagan degende mesela namaz okumagan, roz tutmagan adam cezalaş Kur'an-ı Kerim'de cinayet hesaplandı. Çünkü sen Allah'ın onda senin ceza veriş hakkın yok. Onun kıyamet günü Allah verdiğin ceza o. Sen Allah'ın hukukta çalışan hiç kadar asasın yok. Onun için bir ibadet kelimesini suistimal kılıp ibadetini başka narsalarla monopol kılış arkalı onun şeklini özgertip her xil özü narsalarga o'ziniki qayoqchiq yoki o'zini kallasidagi bir insonlarga ziyon qo'ygan aqidaga uni bo'ysundirib turib undaq tarjim qilish undaq tashviq qilishning o'zi nima desa tamoman o'zi Qur'onga zid. Qur'onda la ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal g'ay degan oyat bor. Haqiqatni ochiqlash, ya'ni o'zi shariat insonlarga tushuntirish olimlarning vazifasi. Ammo buni kirsa deb majburlash bo'lmaydi. Qur'oni Karim buni deydi. Yani hech qanday bir insonniki iymon kirmasan bo'lmaydi. Kirmasan kafir bo'lsa, sana jazo qo'llanamiz deydigan hech qanday haqqi yo'q, ham huquqi yo'q. Qur'on unday huquqni bermagan. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda milliy birlik asosida birlashish bu o'zi o'zi to'g'ri Qur'oni Karimga to'g'ri keladi. Qur'oni Karim meni mush tashabbus qiladi. Hattoki keyingi davrlarda Payg'ambar alayhissalomga nima degan vaqtda Qur'onda oyat bor. Millati İbrahim'e nima abikum degan millat abikum İbrahim degan o'zi oyatlar bor. Yani hattoki chunqurlab berib Yahudlar bilan birlashish maqsadida Alloh taolo nima qilib degan vaqtda sizlarniki otang İbrahim, sizlarniki millating İbrahimdan boshlangan. İbrahim Arab millatidagi shakllanishidagi birinchi asosi degan ma'noga kelibdi. Aşını nima qilib mana mushayatni boshlab hammanglar ashdagi avlodlar olgan hammanglar bir millat degan o'zini o'ttirib chiqarganda bu nimani bildirib desa Yahudi nasar nima Yahudlar olsun, Arablar olsun hammanglar bir millat degan. Amaliyotda masalan Arablar assalomu alaykum desa o Yahudlar desa nima deydi? Aşını yıkarak binesi. Aşını yıkarak binesi. Şam alaykum demdi shunda qarab bir narsa deydi. Xudoylqi Qozaqlar O'zbek, Qozaqlar Uyg'urlar tiliga o'xshash. Bunda shunchalik farq edi misol. Nurg'un tillari ana shunday farq edi. Ham ular yezikda İbrani yezikni ishlatdi hozir. Arablar keyin shakllangan arab yezikni ishlatdi. Yeziqqa o'xshamaydi. Ammo ularning tillari nurg'un o'xshashliklar bor. Onun uchun Alloh taolo u yerda hammani bir millat deb millat sifatida birlashish uchun u yerda o'zi uni buyurgan. Shuning uchun bu narsa nima degan vaqtda biz asla e'tiqod sohasida birlik hosil qilish hosil qilamiz. Bu e'tiqodga kirmaganlarning o'ziga biz qarshi turamiz. Keyin bu e'tiqodning ustiga biz davlatni quramiz. Bu e'tiqodda bo'lmagan odamni o'ldiramiz, chopamiz deyishning o'zi tamoman o'zi Qur'oni Karimga zid, ham jinoyat, ham millat xiyonati deb hisoblanadi. Nima debdi desalar, Yahudilar nasıl selamı? Selamun aleyküm, Yahudi selamı deb so'rabgan. Selamun aleyküm asl İbranice Shalom aleykümdür. Shalom aleyküm. Yahudiler 2500 yıldan beri aşını kullanıp tuttu.
He. Okşaşlı misal. Mesela biz yol deymiz, Kazaklar yol deydi. Biz yeyimiz deymiz, Kazaklar ceyimiz deydi. Biz yür deymiz, Kazaklar cür deydi. Bu kadar yani. Aşının okşaş özellikle bir kısım harfler cevap aşınak nimkandekin demek aşıcılık farklı gap. Arap bilen öze nemeniki Yahudilnik tilleri nur koyalım, oyunda birlikleri var. Ular asasen tegi tehdidin bir millet olup hesaplanıdı. Şunun için o yerde Allah Teala milli birlikning özüne, mayli onun dini, itiqadı ne olsun, Yahudi dini özü, başka bir din olsun, itiqadı, başka bir itiqad olsun, o qat'i nazar millet sifatida birlashishning o'zini Alloh taolo buyuradi. Shuning uchun bu yerda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtida biz u yerda nation degan nimalar xalq sifatida, Sharq Turkiston xalq sifatida birlashib, Sharq Turkistondagi mustaqillik uchun umumyuzlik birlik sifatida kurash qilishimiz bu intayin muhim ham to'g'risi bu. Bizning dushmanimiz faqat bir, Xitoydan boshqa hech qanday dushmanimiz yo'q bu yerda. Bu yerda o'zimizga dushmanni ayintib, u andaq, mandaq deb o'zi dushmanni ayintish qat'iy bo'lmaydi. Chunki nima ish qilgan vaqtda Qozog'istonda nurg'ulg'an million o'zi Uyg'urlar bor, yashaydi. Qozog'iston fuqarosi hammasi. Qirg'izistonda nurg'ul Uyg'urlar yashaydi, Qirg'iziston fuqarosi. Ha. U bir davlatda butunlay 100% bir millat yashaydigan ish yo'q. Uning uchun bizni vatanimiz ko'rasiz. Qozoq, Qirg'iz, o'zbeklar bor. Uyg'urlar birga yashagan asrlardan biri. Ular bir sap turib, vatanning ozodligi uchun kurash qilish, bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan kurash qilish prinsipiga uyg'un keladi degan gap. Yana Qur'ondagi salat kelimesini sharhlab, bu o'zi mollamlar Qur'onda 86 yer salat kelimesi var. Onun için özü namazını qancha jiq o'qisak shuncha savob bo'ladi degan o'z fatvoni chiqarib, insonlarga turli namozlarni ijod qilgan. Ammo Qur'onda degan vaqtda Qur'onda asla o'z farz ibodatning sirtida nafl ibodat to'g'riliq hech qanday bir buyruq yo'q. Chunki nima uchun degan vaqtda ming rakat namoz o'qisangmi, o'zing Alloh taologa itoat qilganning o'zini ifodalaydigan bir narsa. 2 rakat namoz o'qisang desa, ifodalaysiz, o'xshash. Onun için bu yerda narsa nima degan vaqtda sen o'z ibodatni jiq qilish bilan hech qanday bir narsani hosil qilolmaysan. Faqat ibodat bu yerda nima namoz, salat kelimasi nima ifodalaydi degan vaqtda Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi amr farmonlarining o'zini esiga elish, shu esini chiqarib qo'ymaslik uchun xotirlatishning o'zini bildirdi. Shuning u namozni nima qildi degan vaqtda Qur'on o'qildi. Qur'on o'qildi degan so'zning o'zi Qur'ondagi Alloh taoloning amr farmonlarini esiga xotirlashning o'zini nima bildirdi. Hem yanıtıyor degan vaqtda Qur'oni Karimda ibodat kelimesini misol Qur'on yodlash, har xil o'zi mazhablarning kitoblarini o'qish, arablarning hikoya cho'chaklarini o'qish, arab she'rlarini yodlash orqali savob izlash, nafl namoz o'qish, nafl ro'za tutish, zikr tasbih aytish, quruq duolarni qilish, hech qanday bir tengi yarmaydigan duolarni qilish, mana mushuning o'zini islomning asosi qilib olgan. Ama biz 1000 yıldan birisi muş işini kılıp hazır halimiz kaya geldi. Bunun özünü biz özü hesaplaştık doğru geldi. Kur'an-ı Kerim İslam iliminin üstü kurulgan. Kur'an bunu belirleydi. Yani Kur'an'da birinci ayet ne mi diye vakti İkra bismi rabbikellezi halak deydi. Okuş arkalık bir nersini biliş. Yani okuş yetmeydi o. Bizdeki mollamının hemisi okuydu doğru. Ama bilmeydi. Kur'an nima deydi desa, o'qib bir narsani bilishning o'zi maqsad qiladi. O'qishning maqsad bilish bo'lishi lozim. Sening quruq o'qib qo'yishing, u yerda faloni ishqan qandaq o'zi bir fatvo bor desa, to'xtab men bir kitobni ochib, faloni mazhab nima deydi, piston mazhab ne deydi deb mazhablarni aqtimay u yerda Qur'oni Karimga asosan buningga mandaq hukm deb chiqara oladigan holatda bo'lish lozim. O hem ameliyat uygun kelish lazım o narsa, fantastik o'z hukmini chiqarib, haq amal qilmagan narsadan chiqarish hech qanday nima kerak yo'q. Bu o'zi ibodatlar, nafl ro'za, nafl namoz, namozni farz qilgan o'qish lozim. U o'qimiz bo'lmaydi.
farz qilingan ro'zani tutish lozim, uni tutmasak bo'lmaydi. Ham uning sirtidan cho'disa, uni sirtidan Alloh taolo tutinglar deb hech qachon o'zi o'qinglar deb bizga buyurgan emas. Uni o'rniga biz o'qishimiz lozim. Dunyoda o'zi dunyo shunday o'qdek taraqqiy qilayotgan vaqtida bizmi degan vaqtda ashunga taraqqiy qilishimiz lozim, bilim olishimiz lozim va millatimizni boshqa millatlar bilan o'xshash o'ringa akilish uchun kurash qilishimiz lozim. Ammo buning aksincha hozirgi bu an'anaviy islom nima qiladi degan vaqtda islom mush hozirgi degandek shunday quruq narsalarni oxir chiqmaydigan, tugamaydigan shunday narsalarni qilishga burish orqali insonlarimizning o'zini nodon, uning kambag'al o'zi faqir, tarki dunyochi shunday qiladigan bunday holatga shakl akib qo'ygan, yonda pul olmagan degan, uni kallam ishlamaydigan gap. Shuning millat oldiga ilgarilaymagan bunday holat shakllanib qoladi. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda birinchi darajadagi eng chong ibodat o'qish. O'qib bir narsani bilish bu eng chong ibodat. Uning uchun Alloh taolo o'qi deylik. U o'qishning o'zini odatda Qur'oni Karimda iymonning oldida, yani iymonning oldiga o'qishning o'zini qo'yib. Masalan, o'shaning o'zida birinchi sen la ilaha illalloh deysa, uningdan keyin o'qiysa demak Alloh taolo. Birinchi o'qiysa, uningdan keyin bilsa, uning o'zini bilib, uningdan keyin iymon etsa deb oxirida Rabbikallazi xalaq deb Rabbining o'zini oxiriga qilib. Onun uchun bu yerda nima degan vaqtda biz bir narsani to'g'ri xatoligini farqlantirish, uning dalil isbotlarini to'liq bilib chiqish, uning ishinish uchun biz o'qib uni bilishimiz lozim. Birinchi qadamda. Shuning uchun bizga Alloh taolo birinchi darajada o'qishni buyurdi. O'qishning o'zi insonni bilimsizlikdan qutqizdi. Bilimli odamlar gadoy bo'lmaydi. To'g'ri yo'lda mang'alaydi. O to'g'ri yo'lda mang'an insonlar xor bo'lmaydi. Hozirda bizga o'xshash qulluq qilib qolmaydi. Bizni qulluq qilgan narsalar islomdagi shu an'anaviy islomdagi ibodat qismlari asosan e'tiqodlar ibodat qismlari mana shu holatga tushirib qo'ygan bizni. Mana shu o'zi an'anaviy islomdagi masalan rivoyatlarni, fiqhlarni, arabni hikoya cho'chaklarni masalan biz nurg'un qatim dedim men uni Ashir mualliq, Sabiy mualliq, maqomatlar harir degan o'xshash shunday she'r kitoblarni yodib o'qigan insonlar bor. Hatto ashni yodasini savob bo'ldi deb o'zi qilgan insonlar jiq. Arabning she'risini o'qisa savob bo'ladi. Biz kichik vaqtida misol baxshilar vaqti o baxshilar shu nima qilsa duoxon baxshilar birisiga duo o'qib yoki nima qilsa aytadi amin tazakkuri jiranin bizi salamin mazashladam anjara muqlatin bidamin degan shu she'rni o'qisa bu alomat hamda shu foyda qiladi deb o'ylaydi. Uni keyin biz o'zi arabning she'r kitobini o'qigan vaqtida she'r kitobdagi she'r ekan. Arabning she'risini o'qib turib insonlarni davolaygan. Bunda ahmoq qilib aytganda bizni. Qur'onni o'qimasdan arabning she'risini o'qiydigan holat tushib qolgan. Demak, shu holatga tushirib qo'yishning butun sabablari nima degan vaqtda ilm o'qimaganlikniki, ilm o'qib, bilib o'qimaganlikniki sababi shunday bo'lgan. Uning uchun bu yerda narsa nima degan vaqtda shu narsalarning hammasini monopol qilib olgan narsa arabniki shunday o'zi she'r, hikoya, cho'chaklariga asoslangan din shu narsaning o'zini monopol qilib olgan. Shuning uchun bu yerda ibodat degan vaqtda ibodat degan nima? Ibodat degan insonni qutqizadigan narsa bo'lish lozim. Bizni qutqazmaydigan narsa hech bir zaman ibodatga kirmaydi. Nima deb biz uni qildik ekanmiz misol? Bizga hech qanday kerak yo'q, bizga ziyon soladigan narsani nima qildik ekanmiz biz? Alloh taolo Qur'onga eslansani qutqizib deyapsa, biz qutqizolmay bizni bunday patirayotgan narsalarni nima uchun qilamiz biz? Arabdagi savob bo'l degan gibi ishni qilaveramiz. O vaqtda biz uniki foyda ziyonlarini arishimiz lozim, o'qishimiz lozim, bilishimiz lozim, undan keyin o'zimizga foydali bo'lgan ishni qilishimiz lozim. Shu vaqtda biz o'zimizni qutqiza olamiz. Qur'on ilmni asos qiladi. Davlat qurishda adolatga asoslangan barobarlikni vujudga chiqarish uchun o'zi adolatga asoslangan bir davlatni qurishni o'zini maqsad qildi. Mana shuni o'zi Qur'oni Karimdagi islomning tub asosi deb hisoblanadi.
Asla o'zi iymon ibodat nima? Iymon ibodat aqida deganning o'zini asos qilmaydi. Qanday aqida bo'lsam o'zingning ishi. Uniki hisobini Alloh taolo o'zi olib qiyomat kunsi hech qanday bir insonniki, hech qanday bir davlatniki uningga o'zi jazo kesish haqqi, huquqi bo'lmaydi. Shuning uchun insonning ko'nglidagi, qalbidagi narsani hech kim bilmaydi, nimaga e'tiqod qilyapti, uni hech kim bilmaydi, nimaga ishonyapti. Uning uchun uningga o'zi qalbiga ma'no etish, qalbi qarab, uning qalbi mandiq o'xshaydi deb gumon qilib, uningga jazo kesish, yoki uning dushmanlik nazarida qarash, yoki uning o'zini haqoratlash, bu o'zi jinoyat hisoblanadi Qur'onda. Yani bunun o'zi hammasi nima desa, mana shu ibodat degan o'zi ibodatning o'zini har xil shakldagi narsalar bilan o'rab, uni monopol qilib, kontrol qilib turib, insonni o'zi ibodat qilishga, faqatla ibodat qilishga band qilish, uni ilm o'qishni jiroqlashtirish, mana shuni o'zi shunga nima qilibdi, keladi. Shuning uchun bu yerdagi monopol qilingan ibodat deganimizda Alloh taolo buyurgan ibodatlarni, ya'ni ibodat deganning o'zidami Alloh taolo to'g'ri ishga buyurdi, yaxshi ishlarga buyurdi, yomon ishlarni to'sdi, mush narsani o'zini to'sqan ishni qilmaslik, buyurgan ishlarni qilish o'zimizga foydali bo'ldi. Mushuni qilishning o'zi nima desa, ibodat deb hisoblanadi islomda. Iymonda cho'digan vaqt iymonda namoz, ro'zni o'qish, namozni o'qish, ro'za tutishning o'zi ibodat hisoblanadi. Uni joyida Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bo'yicha ro'za tutish, Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bo'yicha namoz o'qish, u Alloh taolo maqsad qilgan namoz, ro'za deb hisoblanadi. Agar Qur'on qaramay turib, boshqa kitobga qarab turib o'qigan bo'lsa, u o'qigan namozi hech bir zaman uni asqatmaydi. Xudo uni tonimaydi undaq narsalarning o'zini. Qur'onda bo'lmagan narsani qilib u yerda Xudoning oldiga men ma'ni qildim deb olsa, undaq narsani Xudo tonimaydi. Men bu yerga o'zim hozirgi vaqtda bir narsani zakaz qilsam, men bir istakan qahva kelib qahvaxonaga berib, men bir istakan qahva, cappuccino va menga desam, men bir istakan choyni kelsa, u vaqtda men uni qanday pul to'layman misol. Ya qanday pul beraman. Xuddi shunga o'xshash, Alloh taolo Qur'onda bir namozni shaklini ko'rsatib, men mushundaq namoz o'qiysa desa, berib sen o'z Xudo din o'rgatib, boshqa bir namozni o'qib, men ma'no keldi desang, sana o'zi nima berdi Alloh taolo? Jazodan boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun bu yergi narsa nima degan vaqtda biz bir narsani qilgan vaqtda islomning ichida u narsa Qur'onda qanday ko'rsatilgan, buni qarta qilish lozim. Qur'onda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, shu bo'yicha qilish Alloh taolo ko'rsatgan ishni qilganlik hisoblanadi. Agar biz uni qilmasdan boshqa kitob qarab, arabning fiqh kitoblariga, rivoyatlarga qarab qilgan vaqtda, u hech bir zaman Alloh tonimaydi uning o'zini. Alloh tonimaydigan, Alloh uni qil deb mush shaklda qil deganning o'zini biz boshqa shaklda qilib akelsak, uni Alloh taolo qabul qilmaydi. U vaqt men qildim-ku deyishim hech qanaqa hojat yo'q. Shuning uchun bu yerda shirk deganning o'zi faqat oldimizga butun tiklab qo'yish emas, oldimizga uchirgan kitobning o'zini o'qib turgan shuni amal qilishimcha o'xshaydi shirk bu yerda. Allohning diniga boshqa narsa qo'shishdan iborat bu yerda. Shuning uchun bu yerda biz ibodat deganning o'zida masalan vatanni qutqizish bu amal e'tiqod jihatdan o'zi vatanni qutqizish o'zi nima islomiy jihatdan amal hisoblanadi. Ibodat o'zi nima shakllar nima hisoblanmaydi. Chunki bizniki mujohidlarimizmi ibodat deyapti, ibodat emas u. Qo'l bilan tutib qilgan avtomat atadigan ish u. O'gindigan ish. Unda bo'lgandan keyin u amal. Unda o'ltirib Alloh anda manda deb kitob o'qib, bunda o'zi uni tafakkur qilib qilishning o'zi desa, u ibodat, ilm hisoblanadi. Namoz o'qish, subhon robbiyal a'lo deb o zikr tasbih etish bu ibodat hisoblanadi. Shuning uchun ibodatdan amalning orasini orib olishimiz nihoyat muhim hisoblanadi. Shuning bu yerda voy deganga o'xshash islomdagi ibodat, iymondagi ibodat shakllarini bir so'zlab o'tdik. Ham u ibodatlarni monopol qilib olgan narsa nima? U sohadimi arablarga nisbat berilgan hikoya cho'chaklar arablarniki, arabning tuproqlari, arabning milliy kimligi insonlarni tamoman u ibodat shaklidan chiqarib, o'ziga ibodat qilgan, o'zining yeri uchun, o'zining manfaati uchun ibodat qilgan holatni shakllantirganligini mushuni qarasak biz bilib ola olamiz.
Hoş. He, Allah razı olsun. Rahmet. Haydi yaxşı. Bir tema oldu. Yani bunu da qançalik to'xtalsak shuncha kengayib bordi mazmun. Men shaxsan mening hayotimda ham shu ibodat qilmaganlarni masalan. Men bu 93-yili 3-oyning 3 musulmon bo'ldim. 96 ekani. Hmm. Aşağıda mektebin oxirgi nimasida. Shu vaqtda iliqi Mavdudining yozgan bir kitap vardı. İslam asosida deb o'sha kitobni o'qish orqali shu. Hmm. Boshqa atrofimdagi bu islomni tabliq qilgan o'zimizni Uyg'ur mollolari yoki Uyg'ur tuqqanlari, qariyalari ular qanoat bo'lmoqda. O kitob o'qish orqali bir dastlabki nimaga ega bo'lgan bo'ldi. Hmm. Onundaki her xil nimalar bilan uqishib o'tdik. Mayli Hizb-ut Tahrir olsun, mayli Abduvali Qorim bo'lsin, yoki bo'lmasa Vahabizm dastlabki nima Vahabizm ham shu yashadiki masalan Doğru. aminni kuchlik deyish, shu qo'lni nima qilish, qan miyada tutish, u bu degandek shu. O jamiyatda yoshlar bilan cho'nglarni o'tirsa, shunday cho'ng nimalar olib ketdi, tafakkurchiliklar shu. Bu bir ibodatninki shakliga qarata bo'lingan ayrimchilik. Ammo bu oxiri berib bizningki milliy birligimizni cho'nglar bilan yoshlarning o'tirisini bo'ldi. Bu o'rtadagi ochiq omutekli bir narsa shu. Buni hech kim inkor qilolmaydi. Ondan keyin hatto men o'zimninki bana o'rgatilgan shu an'anaviy islom nimasida 5 vaqt namoz o'qimagan odam kofir. Hmm. Ondan keyin Uyg'ur musulmon deb ayrilgan bo'ldi-chu. Evet. Bu Uyg'ur ekan, musulmon emas ekan yoki yoki Uyg'ur musulmonlari. Hozir turbatlarga qarasangiz Uyg'ur musulmonlari to'g'ri va maxsus masalan-chu. Hmm. Ha. Maxsus shu ish bilan shug'ullanayotgan bolalar bor. Yaxshi ishlarni qilyapti, ammo nimaning ustidan zodi ayrimchilik bor-chu. Hmm. Uyg'ur musulmonlari. Hozir bu bayatni yaxshilab deb kelayotgan gaplar. Mening 30 yillik hayotim hozir men 50 ga kiraydim. Hmm. Mesela 20 yıl ben ateistlab o'tdim deyli. Hmm. Qolgan 30 yillik hayotimda içinden chiqolmagan nurg'un masalalarni yeyishim holatda bo'ladi-da masalan. Çünkü İslam boshqa, bu iymon boshqa narsa. Sen bu İslamning asosini iymon, e'tiqod bilan aşuvchi o'lcham bilan qarasang, bu yerda albatta hem xato qilgan bo'lsa, Allohni talab qilgan, Allohning islom dinida Qur'on Karimda deyilgan islomiy dina degan. Yani sana din, İslamni din qilib berdim degan. Mushu narsaga qaratama to'g'ri qilmagan bo'ptiman men hayotimda. Naydi cho'ng tövbe qilishim kerak. Cih xatoliklarni o'tkazdik. Men oddiysi bir oliy maktabda o'qib turgan, 5-6 xil tilni biladigan oilam bor masalan-chu. Ishqilib o'zimning mas'uliyatni ado qilishga tirishgan, shunda bir umr g'ayrat qilib kelgan bir inson, hatto islom dini uchun, o'sha dinni o'rganish uchun ajoyib vaqt chiqardi. Mayli inglizcha bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, uyg'urcha bo'lsin, turkcha bo'lsin, hatto arabcha. Şam'da, Suriye'de mi kaldım mesela. Muhinde o'rganish jarayonidami shunda nimaning ichidan chiqolmadim da. Yani hozir bizga aniq Qur'onda anda emaski deb berdilar. Balkim shu demoqchi bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Sizlar kelgan nuqtaga kelganlar bo'lishi mumkin, ammo deyanmaklikda. Hozir sizlar deyaptilar. Men bunga ait qoyil bo'ldim. Allah razı olsun. Hem de ibadet bu adamın şahsi işi, shundaqmi? Sen bir adamla ibadet kıldın mesela, namaz okumadın, roza tutmadın, yoki shu hajga bormading deb biz onu ishimizda, ko'nglimizda bu cehennemning o'tini bular deb o'ylaydigan manda narsa bo'lib qolsalar, bu nihoyat cho'ng chatoq-ku bu. Elbette. Bu hatta Yaponiyaga borsam mana shunaqda. Yaponiyada 2 oy turdim, Hokkaydoda. Aşağıda Suriye'de Müslüman bo'lib bo'lgan bola 10 yildan keyin kurashdik. Shu og'inamma meni shu aerodromdan olmadi. Shu shahar markaziga chiqcha nimalar poyezddan keldim, tamam. Kelib mashinasiga o'tirdim. Uyga berib bo'lgan oraliqda yarım saat vaqt o'tdi yo o'tmadi. Aşağıdagi qaynoq ko'chalardan o'tdi. Meni mashinalarning hammasi ko'danma ayada yezon qo'yaliq, kechilik qilib.
Bular hamısı kafir. Bular şu cehennemden tuturukları, otalları depçi. Ay yapın dep tushunmadı. Men onu dedim Allah. anda deme, anda oylama depçi. Bu qanday bir iş emdiçi. Yapının Müslüman bolğan şunda hoşup gitimiz meselençi. Şundaymy ya? Evet, doğru. Ama lekin aşı yapındı mı aşta kıbıtıylık da emdiçi. Elbette, elbette. İşitning tabliqlarini anlap yürüdü meselençi. Naqşlarini okup degan men işitni bek yaxshi ko'rmadiydiçi. Hı, Hayran qaldim emdiçi. doğru. Bizning aramızdaki tepirqichlikqa sabab bo'lgan narsami oxiri sababni uqdiq. Biz hech qanday bir insonga uning e'tiqodiy o'zimizning e'tiqodini o'lcham qilib boshqalarga baho bermaslik o'lchamaslik kerak ekan. İbadetmi faqatlam bir vositaga ibodat hamda He, o'zimizning texmi yaxshi mo'min bo'lishimiz uchun. elbette. Albatta uni Bu, qilgan bo'lsa yaxshi ko'rishimiz kerak-ku. Qilmagan doğru. bo'lsa o'ch ko'ravermaymiz ham. Bu Kur'an'ın özü de karışılıyor. Kur'an'da şu mesela elki nime bir ayet var. Sizler ayarlar nime sizler erler sizler elki közünle jumonla. Ayarlarım közünü jumuş doğruluk ayna bir ayet var ya. Yahudine bir Ha, yapsar bor. inne ve yahbazne pro cehennem diyen bir ayet olmaz mı? Muş ayetin özü nimre dese yani Kur'an'daki ahlak sahasındaki ayetlerin hemmisi her adamın şahsiyeti kartıldı. Meni özlerindeki şu yapıtığa yerini yap deydi. Ama başka adamlıkını sen yepşin gerek demeydi bana. Sen başka adamlıkını yepşin gerek, başka adamlıkını yepşin, besin için gerek diye hiç kadar neyse yok. Her adam özünün ahlakını öz tutuşu gerek deydi. Kur'an ahlak cihette her adamın şahsiyeti kartına deydi. Bana özlemge emir verdi Kur'an. Ben özlemdeki öğretlerini yapışım lazım. Başka özler nimelege mesela ayarlarına sırtta özlemnin közüne özlem saklaşım lazım. Aya görüp sen bana mayrını uçuk koyupsa sen hata kıvatsa da bunu yakınmayın. Ben özlem onun karmaslığım lazım. Bunu deydi Kur'an. Onu biz yaxşı təbliğ qavaqda o öz yapsa, özünün savab boldu. O bizge hiç kadar alakası yok onunki. Onun için Peygamber Aleyhisselam zamanında Arap hutullarının içinde her yerden uçup koyduğun bunda hutullu boğalık için ağını köge vaxtda sen özünü kontrol kıl deydi. Sen berip ayrı uçup koyduğun adamı kontrol kıl demeydi. Özünü kontrol kıl. Her adam özünü kontrol kılış gerek. Kur'an bunu deydi. Sen başka adamın hocayın demez, hem adamını kontrol kıldığın. Onun için sen özü Müslüman bolsan, mümin bolsan özlenge. Onun için sen özlendeki işini kılışın gerek. Özlendi saklaşın gerek. Bu yerde. Ama o yerde ki fakatla kattebeyene ruştu minel gay diyen ayet ki Kur'an-ı Kerim nur kılgan bellik mauzda ile diyen ayetin hem müslimini bildirdiyse hakikaten sözler kişiler yetkisi kuş bizim vazifemiz. Ama başka adamı işten kaydırış bizim vazifemiz emez. O işten üzgeydi halka vaxtında. Bundan neyse yok. Hatta Şunun için bu yerdeki siyasi cihetli mesela cemiyetini buzgunculuk sağladıgan, mundaq kalaymakaylıkta pasat deydi bir Kur'an. Mundaq sahada fahişe mesela başkalarının özüne yaman yolga başlaydıgan. Mundaq alet şekillenigen vaxtda onu cazalaş, o cemiyetteki ya şu devletteki mecburiyeti bu hesaplandı. Çünkü devletteki cemiyetni buzgunculukka uçuratgan ekan İslam yani İslam buzgunculuk uçurat diyen gap. İslam'da buzgunculuk uçuratgan adamın özüne cazalaş, yukarısını ölüm cezası bilen tarif ta ahırısının özüne aşağı layık geride, işik layık geride cazalaş, o özü devletteki vazifesi mesela. Evet, İslam'ı saklaş gerek, İslam degen nima dese, tinchlikni saklaş gerek. Ama o yerdeki nersi nima dese, bir adam mındaq bir ya beşini uçuk koydu ya ki namaz okumay koydu, sen onu itiqad aralashmaysan. İtiqad aralashib, u yerda sen jidal chiqarib, düşman paydo qilib, u yerda qilsang, u vaqtda o'zi Qur'oni Karimdagi sizlar boshqalarniki diniy itiqad aralashmanglar, hammadan lakum dinikum valiydim bilib yashash kerak degan prinsipiga tamoman zid keldi. Qur'ondagi o'zi buyruqqa xilof chiqqan bo'ldi. Qiyomatgacha Alloh taoloning jazosiga uchraydi bunday odamlar. Shuning uchun bu yerda axloqiy jihatda har odam o'zini kontrol qilish kerak.
Eğer o ahlak dairesinden çıkıp o adam cemiyetdeki ahlakını buzduğun daire kelgen vaqtida onu hakimiyet tarafından onu cezalaş, kılan eskilik karta muaf halat cezalaş bu hakimiyetin özünün işi olduğun gibi. Ondan nerse o. Hatta şu Ebsarum'daki ayet değil mi? Şu küzünlerini apkıçınla ya karbedenler degan tür. Hmm. Şu ayet mi deslepti şu erlerge deyilip onundakin ayarlarga çürülgen. O He. aksın ayarlar doğruluk sözündeki. Şu noktama dikkat kılmay biz keşke şu ayarlarını fitne ki oçuqı cehennemin otarları en köp. He. Cehennemde küyde kaldı, gelende kalmış ayarlık ya. Oo bu Hmm. demiş. Şovmuş. Hatta birisi dedi de benim dadam başta dedi Xuda. Şu küzemni uyuversem bop diken ya koymasa ben de şu ay muşalıkı sırtı köymeydiğin ay bir nerse takıp alsam bop diken. Bu sırtı çıksam ayarla. Şunda yürüdüğün ayına bir cemiyet olup gitti de kakşap ayla dep demişim. Onun yeni bir burader bek təsirlenip kitap hem düşün. Acayip takva insan dedem şu geldi kılıp. Digendim ben inan kaldıran da o kanda bir düşünce diyem de bu. Onu da insan diyen qaraydı. O qarıgan vaqtının özünde onun məqsəd nemiz yaman niyetle qaramaysa öyle diyen gibi. Yaman niyet qaramaysa o yerde jürgün otep ketmey masan buluyordu. Evet onda qara bugün ağzının şülgeylerini ekip ketişen hiç qanday hacet yok yani. Qarsan özü bir aldığımız eşekli vatamdı adem mi onu öz qaraş o insandaki işi. Ama o yerdeki näsini mi dese yaman niyetle qaraşның özünü tosudu Allah Teala. O közünü jumup mağdı, jumup mağdılama, jumus qanday yol mağdı. Közünü jum degenin özü yaman niyetli öyle qarma degen ma'noni bildirdi. Allah razı olsun. Ahmetcan var mı ya? Pidaye. Maya demen o pedagogucu. Alo. Bir buralarımız Doğru bak her bizni saat. kurtarım degen. Ha, Hmm. Ama mening diqqatimni chekkini hamda bugungi temaga aloqador ibodatinglarga Allohning hojati yo'q degan bir oyat bor hamda Isoqda. Allah zoti hech kimga hojatsiz u. Ashunda Allohning hojati yo'q ibodatning bizga majburiyat talab qilishimi bir nima ekanda hamda aqalli bir o'yin ishtiga chiqmaslik ekanda. Hmm. Çünkü biz an'anaviy dindagi ibodat kalimasiga nazar solsak, ibodatning uqumuga, anglamaga, istimoliga bu ibodat haqiqatan Alloh bilan inson o'rtasidagi munosabatga eng jiq ig'irlik berilgan ekan. Hmm. Ammo Hem de Allah'ınki haceti yok diyen söz nemini bildirdi dese mesela ibadette İslam dairesindeki ibadet kelimesini işletken vaxtda Allah'ın prensiplerine, buyruklarına itaat kılış diyen mananı bildirdi. Onu itaat kılsak Allah Teala'ya zerrecilik fayda etkizamayız. Onun faydası kim korudu? Özümüzge. Yani o yerdeki neyse nemini bildirdi dese o yerde sen bunu boysunsan özlerine fayda keldi bu neyse. Dep Allah Teala onu degan gap. O bana nima foydasi sening qarshingning deydi. Çünkü o nima foydasi zaten biz bir yerde halal pul tepatimiz ya ko'maydi o'zi shundaq ayndaq bir yaxshi ishni qilyapmiz. Allah qilib beryapmizmi biz o ishning o'zini? Demak bu yerdagi narsa nima desa o'zlariga bo'ladi foydasi degan ma'noni bildirdi bu yerdagi. Allohga foydasi yo'q deganning o'zidan yani o sana hech qanday foydasi yo'q degan ma'nomi chiqmaydi. Allohga foydasi yo'q. Onu Allah zaten endi bunda qarg'an vaqtda foydasi yo'q ekanini ko'rib turdi. Özümüzge foydali keldigini Allah Teala aydı. Anda qaravatdi. Mening diqqatim chekkini shu bizning ig'iylik berganimiz Alloh bilan inson o'rtasidagi munosabatga aloqador ibodatga jiq ig'iylik berib turibdi. To'g'ri. Lekin inson bilan insonning orasidagi munosabatga nisbatan jiq sal qarab turgan shu musulmon o'lkalarga nazar solgan vaqtimizdami eng shu kishining haqqi xafalık, boshqalarga deb qo'yib o'zining xushhalligini izlash qatorliq nurg'un narsalarda inson bilan inson orasidagi ibodatni sal qaraganligimizdan yoki xato tushunganligimizdan islomning muhim prinsiplari qatoridan o'rganmaganligimizdan musulmon o'lkalarda tinchsizlik, o'g'irlik, yolg'onchilik hamma narsa shu.
u Mushun islomniki tarafdan o'zing taqdim chekdan asosan. islomniki prinsipi, ya'ni islomga kirishning sharti iymon nuqtasidan o'tmaydi. Iymonga kirgan odam islomga kiradi degan u Qur'on undaq narsa yo'q. Qur'on nima deydi degan vaqtda iymon keltirgan odamnimi Alloh taolo Qur'on nima deydi? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan deydi. Ey mu'minlar, sizlar islomga kiring deydi. O adam iymon etgan bo'lsa, nima uchun u iymon etgan odamni Alloh taolo islomga kiring deydi? Agar bu yerda iymon islomga kirgan bo'lsa, nima uchun yana qayta islomga kiring deydi? Bu yerda narsa nima desa, iymonga kirish ayrim bir narsa, islomga kirish ayrim bir narsa degan gap. Bir odam o'zi iymon etib, uningdagi islomning prinsiplarini buzg'unchilik qilsa, iymoni nolga teng bo'ldi. Misol, o'tgangi darsda dedik qashning o'zini. Mesela ve minen nasi men yaqulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin deydi Kur'an. Sure Bakara'niki nemesi turdu aynı. 5'de. Allah'nınki peygamber neme ahiret işendik diye adamın özüne mümin değil bulmaydı. Bir kısım adamın aşağıda adamın var deydi Allah Teala. Neme için dese yuhadi'ûne Allah'a vellezine amenu. Allah'a yani özü müminler'e ulan neme kıldı? Hile işledi. Yani başka adamlık o elbette işildi. Hatta ki özünü mümin deyip durup yana müminler gibi işiltilgan. Bundaq adamlar hem de. Bundaq hilgar adamlar çöldüse ular müminlik olmaydı. Hilgarlık kılış imanlık cümlesi demez o. İslam'daki nemeleri, İslam'ın prensipleri. Demek bir adam imanını kabul kılıp İslam'daki prensipleri hem bozgunculuk kılsa o adam ne oldu? Yana imanı çıkardı diyen gibi. Mesela iblis nemesine misal kalsak iblis Adem'e hürmet kıl. Diye vaxtda ben hürmet kılmayayım, sen benim otunu yarattın, sen onu laydını yarattın, onun ben yaxşı tutsam ben demiş ona hürmet kılma dedi. Hürmet kılış degenin özü imanın prensipleri emas o. İslam'ın prensipleri. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de feiza huyitum fehayyu bimisliha nime aşında bir ayet var. Eğer sizlerge salam kılınsa onun okşunu yak, onun yaxşısını kaytırın deydi. Bir ehsene minha deb ayet var der. Bu nemini bildirdisi? O salam kılış, birisine hürmet kılışının özü bir cemiyetki, misal cemiyette sizler hazır Hollanda'da yaşayla etigellik çıkan vaxtda bir Hollanda'nın özü çıkıp hala o dese silama özü hala o deyla. Al Hristiyanke demey hala o deydi Allah silama. Bana var kafir demeydi de. O yerde nemu diye vaxtda insanlık noktasına çıkan vaxtda madem bizge hala o deydi hala o deymiz. Meyli Yahudi olsun, meyli Hristiyan olsun, meyli kandak özü rengdeki, kandak dindeki insanlık olsun birisiyle hala o deyişmanıdı. Bu özü nemu diye vaxtda birisini hürmetleş bildirdi. Ama bu hürmetini yo'qotgan adam diyor dese, hürmetini yo'qotganlık için iblisning özü Allah Teala dedi Kur'an'ın özünde ve kâne minel kafirin dedi. O kafir olup gitti dedi. Demek bu yerdeki nesli dese bir adam iman etip koyup belki adam öldürse, terörlük kılsa, o mümin de durup terörlük kılsa, o Allah bunun imandan çıkıp o adam diye oldu yani. Çünkü bu iman, İslam'ın prensipleri hemisi boysunuş, her kandak bir iman etki adamdaki vazifesi hem özü İslam'daki prensipleri katarına girmeydi hem iman. Hem ibadet İslam'ın prensipleri emez. O nime diye vaxtda o ihtiyar kıldığı iş o. İman ibadetini ihtiyar kıldığı iş. O ihtiyar kıldığı, eğer onu ihtiyar kılmasa, onu mecburlaşıyor dese, o yerde sahtı iman peyda oldu. Onun için Allah Teala sahtı imanın özünü iman deb hisoblamalığı için o adam öz halap durup imanı kabul kılış gerek deb onu koygan. Çünkü femen şa'e fel yu'mi ve men şa'e fel yekfur deydi Kur'an. Şunun için bu yerdeki nesnimiz Allah bilen insan oturup bulduğun neyse ihtiyarlı kılıp oldu. Hem insaniyet cemiyeti diyorsa tinçlik, İslam diyenimiz tinçlik bir cemiyetini berpa kılış. Adaletke özü asas neme? Adalet aslındaki beraber yaşayacağın bir cemiyetini berpa kılış. Bu İslam'ı berpa kılık oldu. İslami bir cemiyeti berpa kılık oldu. Bu cemiyetki bozgunculuk İslam'a bozgunculuk kan oldu. Onun için Ebu Bekir'in zamanında bir kabile biz hem de başını söylemeyimiz diye vaxtda Ebu Bekir asker tatip verip aşağı uruş kılışının hem sebebi neydi dese İslami cemiyetin özünde yani şu yerdeki hakimiyetke bozgunculuk kalığı için İslami bir hakimiyetke bozgunculuk kalığı için ulan kaydı boysundurup nurgun adamı öldürüp o yerde özü kaydı kan. Yok Kur'an-ı Kerim'in için katil ol müşrikine ya katil ol diyen aşk kelime kelgeyenin hemisi neydi dese
islomga bo'ysunma. Yani shu yerdagi tinchlikdan iborat. Yani bir tuzumni buzma. Yani islomiy bir tuzumni buzma degan odamlarni bosh egdirish uchun qilingan nima o'zi urushlar u. Herkesmi u yerda iymon keltirmagan odamning o'zini o'ldir degan Qur'onda hech qanday yerda oyat yo'q. Hatta la tekune fitnetun ve yekune dine kul ve yekune dinu kulluhu lillah deganning o'zini barliq din Alloh uchun bo'lgan qadar, ya'ni hamma odam musulmon bo'lgan qadar o'zi, ya'ni iymon keltirgan qadar uning o'zini uning qarshi kurash qilish lozim degan bo'ldi deb shunday tarjima qiladi. Xato shuni o'zi. U yerdagi narsa nima desa, fitna, oldiki fitnaning o'zi nima? Fitna deganni qarshilik, hokimiyatga bo'lgan qarshilik tugab, hamma odam bo'ldi mening dinim o'zimga. Ama dinim o'zimga hisob insonlik nuqtasidan hammamiz barobar birga yashaymiz degan holat kelgusilik kurash qil degan gap bu. Uni oxirgi nima chiqadi? Xulosa desa, lakum dinukum valiyatun chiqadi yani. Xo'sh. İman ve ibadetini dinin asas kılıp algan hem bir nesini İslam'ın bütün İslam degani bir sistemide o bir öz tüzüm. O tüzümün her bir öz noktalarına imanın tüyüşünü qaraş payda bo'lib qolgan. İmanni asas qilib turib, unga o'z baho berish paydo bo'lganligi uchun islom ashar buzilib ketgan. Bu imanın hamma odamning o'zining shaxsiy ishi bo'lgan vaqtida qanday qilsa imanning nuqtasini sen o islom qariy olaysiz misol. Bir odam zina qilgan bo'lsa, u musulmonmi, kofirmi? Musulmon bo'lsa jazoni yenik berish, kofir bo'lsa eg'ir berish degan bir narsa bo'ladi vaqtida. Undaq narsa emas. U yerda iymon deganni e'tiqod u yerda qilib qoladi, u odam qilgan jinoyatning eg'ir yenikga qarildi degan gap. Shu vaqtda adolat paydo bo'lgan gap. Sen u yerda musulmonlik o'ng ko'zing bilan mo'minlarga iymon etgan odamning o'ng ko'zing bilan iymon etmagan boshqa dindagi insonlarga o'zi so'l ko'zing bilan qarab, boshqa insonlarga zulm qilsang, u vaqtdagi adolating bo'lmaydi degan gap. Alloh taolo sen adolatni barpo qil deylik, u inson u yerda adolatni barpo qilolmaslik. Shuning uchun u yerda nima degan vaqtda u undaq jamiyat islomiy jamiyat bo'lmaydi. Masalan, o'tganda Xitoyniki qilayotgan ish to'g'riliq bir gap tushdi. Qur'ondagi islom nima degan vaqtda bu yerda aniq bilib olishimiz kerak. Adolat ostidagi barobarlikni asos qilgan narsa islom. Bu shuniki tarjimasi mushunday o'zi xulosasi tushunimiz kerak. Tinchlik yani. Ostidagi barobarlikni barpo qilish degan gap islom. Xitoylik hozir qilayotgan ish adolat bormi, barobarlik bormi? Yo'q, hech qanday bir yerda. Uning o'zida hech bir zaman umi islomni qilyapti-da, deyish u xato bo'ldi degan gap. U yerda zulm bor. Boshqa millatlarga zulm bor. Misol, unda bo'lgandan keyin u yerda u hech bir zaman o jamiyat barobarlik ostida nim qilingan bunda bir jamiyat bo'lib hisoblanmaydi. Shuning uchun unda yana o'zini bu Qur'ondagi bunda prinsiplarga tatbiqlash aslo mumkin emas. Miyada Allah razı olsun. Bizdeki bu Abdülkerim Canbaz akimiz birga qilibdi. Beştorak ilim ve Ustaz Kerim Zahir. Sizlerden Allah razı olsun. Bek yaxshi deriz bo'layotidu. Aferin deyotidi. Onun cevaben Canbaz aka hech kimdan qo'rqmay bizni qo'llaganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun dedim. Buna dishimdagi sabab endi bizni qo'llab bunday yaxshi ko'rish belgisini qo'yib qo'yganlarni nima haq qarzimlik isbotida hozircha. Bu akimiz hamda hech nimadan qo'rqmay bizni shunday to'g'ri yaxshi darsan qilyapsa deganning o'zim ham uchun ajoyib cho'ng bir g'ayrat, shijoat, qo'rqmas bir ruhni talab qilgan bir narsa. Yeni birisiga bu Viktoriyada bir qarindishimiz bir oyatni Sura Baqaraning 238-oyatida İngilizcesini yolladı bu. Ayet el-Bakara, yani Bakara'nınki. Observe the 5 obligatory, onu tırnak içigelik prayers. Especially the middle prayer. Bir yerden zige namazını gösterdi. Depto. Ben bunu
Ben Kur'anikerim.com evlat doğrudakilerçi. Ulanın nimesiga qarab baktım. Şu 5 tane 4 tercüme var bizde Uygur Muhammed Salih bu torbetide. Uygur Heyyet, Enes Alim, Muhammed Yusuf. Bularnikini 5 namaz deb ağını faqatlı Muhammed Salih kiyen. Tırnaqşıdan tulma. Qağını sizlarni namazlarga deb optu asasen şu. Bunun sizlar qanday qaraylar asasen şu? Bu yerda Savol tushunish oldin bo'ldimi? masalan yordam qil nima iqtisod jihatdan yordam qildigan masalan bu nimada arayatlarda Fevailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun deb keladi-chu. Oldincha arayatallaz yukazibu biddin fazalikalaz yadu aliyatim va la yahudu ala ta'amil miskin deb o'zi yetim bolalarga nima yordam qilish, tomoq berish orqali yordam qilishga o'xshash, boshqalarni yaxshi ish targ'ib qilishga o'xshash bunday narsalarni tasvirlab bu yerda salat kelimasi oyat keldi. Kelgan vaqtda bu yordam atrofida yordam ma'nosidagi oyatlar turg'ilgan bu yerda salat kelimasining o'zini namoz deb tarjima qilish xato bo'ldi. Nima ish deyaptilar? Bu yerda salat namoz emas, hamkorlashish, yordamlashish degan ma'noni bildirdi. Chunki Qur'onda ular namoz o'qiydi. Masalan, o'zlari nimaning o'zini mushriklarni ashuna o'ziga salat kelimasi ishlatilgan vaqtda qanday qildi degan vaqtida o salat kelimasi hokimiyatga hamkorlashidir degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bu yerda islom kelgan vaqtda islom doirasidagi islomning prinsiplari, amr farmonlari doirasidagi salat kelimasi kelgan vaqtda hamkorlashish, yordamlashish degan ma'no ifodalandi. Ham ibodat sohasidagi salat kelimasi kelsa, u yerda masalan aqimus salata tarafay nahar degan bundaq oyat kelgan vaqtda buni o'zi nima bo'ldi desa, bu o'zi namozni nimasi keldi, misol. Shuning uchun iymon doirasiga iymon etgan odamlarni qilgan ishi kelgan vaqtda namoz. Ammo islom doirasiga kelgan chog'da islom kirgan hamma odamning o'zi u iymon etgan bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom zamonida nechqatim dedik. Abu Sufyan iymon etmagan odam, namoz o'qimagan odam, ashuni musulmon deyil nima uchun desa, islom hokimiyatini qabul qilgan odam. Misol shu vaqtda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'rni qarab bu yerda islom prinsiplarini so'zlayapti. Masalan, inna ataynaning o'zimi fasalli li robbika vanhar deydi. Desa, u namoz o'qi deb o'zi tarjima qilish qashani o'zida. U namoz o'qi emas u yerda. Sen o'z yordam qil, nim bilan to'g'i bo'g'izlab, u yerda boshqa vaqtda qilgan narsani nima desa, bir ton qo'yni yoki bir narsani bo'g'izlab, ijtimoiyatga yordam qilgandan keyin avval bag tarafga o'tgan gap. Shu vaqtda uning dushmani aziydigan gap. Onun qarta o'zi u vaqtda sizniki abtar degan o'zi sizning dushmanlaringning oxiri uzildi degan gap. Ya'ni sen saxiy bo'l, mard bo'l, kishilarga o'z xayr insonni qil, u vaqtda seni qo'llaydigan odam jiq bo'ldi degan gap. Shunga o'z jiq yerda keldimi, rivoyatdimi? Qur'onda bormi? Yadulloh xayrun min yadi sufla degan bu rivoyatda bor misol. Bergan qo'l, olgan qo'ldan yuqori o'rin turdi degan so'zning o'zi nima desa, davomli o'z kishilarga xayr inson qilib turgandan keyin o adam bergan odam depin chaldigan bo'lgan gap. Shu Qur'onda muallif qulub degan iboralar bor. Muallif qulub nima degan vaqtda kishilarga bir narsa berib, shu o'zi nimaga islom prinsiplarini, islom o'zi nima islom yana sistemaning o'zini e'tirof qildirish, shunaqa o'zi bo'ysundirish uchun o'zi berilgan narsa. Masalan, bir qism insonlar qiyinchiligi bor, ammo o'zisining hokimiyatiga men bo'ysunmayman deb turgan bo'lsa, uni o'ltirib o'tmasdan, uni yaxshilik qilgandan keyin ancha-muncha o'zi bizni ashtaqa atlab ketgan Xitoylar. Kelgan vaqtda suyni akirib berib, uyni oldin atganlik o'zi kechib uni supurib qo'yib degandek ashunday yilma kirishib bizni qo'lga keltirib olganda, xuddi shunga o'xshash, uni yaxshilik qilish orqali uni o'zi qo'lga keltirib ol degan gap bu yerda. Shuning uchun bu yerda narsa nima desa, u salat kelimasi kelgan yeriga qarta atrofidagi o'zi arab tilida o'zi maqal mabad degan kelimalar bor. Oldi keyindagi iboralar qarab, andagi o salat kelimasidagi ma'nosini ifodalash, muqimlash o nihoyat yaxshi bo'ldi. Salat olsun hammasi namoz bo'lmaydi yani. Yerde kelgine mesela hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi kanitine. Boş bir ayetinden şundakinde.
Onu O yerde hem de namazlarını muhafaza kılın diyen gep. Hem o yerdeki salat namazga vardı. Namazlarını muhafaza He. kılınlar ve namazlarınki otur hallığı muhafaza kılın deydi. Otur hallığı diyen ne var? Hemmisi oturluk namazın deydi. Oturluk namazını muhafaza kılsa kalan namazını okumasan bolamdı vaqtida. Demek bu yerdeki nersi neyim odası? Otur hallığın diyenini onu yaman uzak mı okuvatmalı, kıskı mı okumalı, normal okumalı. Yani o Peygamber Aleyhisselam zamanında boğan mesela bir sahabının özü Huttem gözü Sör Bekar'ını okup, işkinci rekatı Sör Alimran'ı okugan diken davaq gelgen sahabına okugan. O yama uzak okuydu. Bizim yaşımız çoğun, tertimiz tutanmayımız. Degen anığı o kıskarak okusun degen vaqtda Peygamber Aleyhisselam nait kapı oğalı hakkında rivayet var. Demek bu yerlik nesne otuzda insanlarınki umum ehval karta normal okuş bu özü Kur'an açtaq bekitildi. Şunun için bu yerde salat, vusta degen kelimenin özüne otturduk namaz emas, otur hal okuşunun özüne ne kılıp bundaq tercüme kılış nait doğru oldu. Allah razı olsun. Aşı balaşı gapni qiptiken men üzemdeki bir 7 tillik bir tane app yasatgan Kur'an'ın tercümesi. Seliştirip bunda tercümelerini şu. Hmm. Asaslık manası düşünüş kardeş. Şunun da mı bir Türkçe tercümede siz degендek depti. Namazlarınızı özellikle en ideal namazı kılmaya gayret edin Evet. ve Allah'ın huzurunda gönülden bir bağlılıkla durun depti. Şimdi asıl degen tercümene kol aşıda çıkarıptı ustazma. Allah razı olsun. Başka gap söz var mı? Belki yok Ahmet hem Hidayet'e. saat 2 saat hoş bitipti qarsam. Tamam. Meylan da olsa asasen kırındaşlarından mesela. Yani meyada Çeveldaz kırındışımızınki bu Cemel vakası doğru gehberse doptu. Onu İslam tarihinde bizlerge deyilmegen bilen yazılgan olan kitaplığı var Uygurca. Hmm. Mesela İmamlar ve Sultanlar da bir kitap tercih çıkarıp koydu. Aç kitap dep okusa yeri çıkıdı aşı gepler şu. Bizning balqi monopol qilingan tarix deb kelimiz aşağı geçiyor. Şu Hmm. vaqtda tarixga doir narsalarni qanday monopol qilingan ashuni o'zini deymiz inshaalloh. U yerdagi urushlarga shu vaqtda baho beramiz inshaalloh. Hozir hamma narsani sig'dirolmaymiz bu 2 soatlik narsaga. Meylan davası kileri hep de inşallah düşenbe günü şu nimege yıkılışı dikemez Ramazan'a. Hmm. Sizi sayahat topqadık programı Hmm. kılamaydı ama Ardıqda görüşümüz inşallah amalını beriş qilamiz. tamam. Hmm. Meylan davası yine başka suallar olsa Ahmetcan Pidai kardeşimizden benden ya ustazdan sorsanlar buludu. Hemimiz bir tap kulamaydığı insanlar emas. Hmm. İnşallah bir Ramazanda yine yaxşı yeni bir narsalar bo'lib qolsa, programlar bo'lib qolsa, yine taqdim qilamiz. Hmm. Rahmat sizlarga, qadrli qarindoshlar. Ahmetcan Biday qarindishimiz va Kerim ustoz, Zoir ustoz. Rahmat sizlarga. Alloh emanet. Allohga omonat. 87 qismda ko'rishimiz. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.